Assalamualaikum. Nasıl başlap ketdi? Assalamualaikum. Dunyoning qaysi joylaridan kelgan hurmatli ustozlar, mehmonlar va kamikadın ishtirokchilari. Uyg'ur Project fondi tarafidan o'rlashtirilgan Istanbulda 20 leksiya 2024 ilmiy muhokama yig'iniga xush keldinglar. Aldı bilen bizdeki muhokama yig'inimiz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki İstiklal Marşı'ndan başlandı. Onlarla bölümde tutuluşuna teklif ediyorum. Rahmetli Öğretmenimiz Şerif Türkistan'da o dönem yetiştiricide öğretmenimiz, oturumuz ama.
Rahmet. Endi Uyghur Project Fondu'nun başlığı Doktor Erkin Sıdık Efendi'nin eşleşti sözleşti teklifine sarılıyor. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, aziz mehmonlar, yaxshimisizlar? Bizniki bu xalqimizga xush keldinglar. Men oldi bilan sizlarning chet eldagi jiddiy turmush ichidan qimmat vaqtlarni chiqarib, bugungi bu faoliyatga kelib qatnashib berganlarga chin ko'nglimdan minnatdorlik bildiraman. Rahmat. Bu yillik davra biz chiqqan kitob uchun dunyoning 32 kardeşimiz 38 parça makale çıkardı. Degan bir olayda bir konumuz var. Germaniyada kelgan Bavariya shtat parlamentining muavin raisi Markus Lindespecher efendimiz var. Bir yolumuzu anlayımız. Ondan keyin Uyghur Project Fondi ve Meşal Uyghur Grupsu'nun 7 nafar kardeşimiz maqoladagi qisqa mazmuni maqola va sirli hujjatlarni baholab tasdiqlash vazifasini toplaydi. Abdushniyaz, Jur'at Nizomiddin, Jumarimin, Fidokor, Rushan Hamid va qatorli qarindoshlarimiz tahrirlik vazifasini toplaydi. Ondan keyin Muhammad Ibrohim va Fidokor qarindoshimiz bosh muharrirlik vazifasini toplaydi. Shabnam Hoshim xonim bu kitobdagi muqovasini laylatmaydi. Üstüne aldı. Amerika Şimali Kaliforniyadaki Uyghur Medeniyet Uyuşması bilan Uyghur Fondi ve Germaniyadaki Tevekkül İskender kardeşimiz ve Bolgariyadaki bir akimiz müştetekli faaliyetke iqtisodiyotni yordam qildi. Teklifakar Uyghur Nashriyati bu qadimki davrda biz degan kitobni chiqarishga mas'ul bo'lib bu kitobni degan keladi, buni chiqardi. Undan boshqa yana mushu sorunda o'tirgan yoki kitoblagan qarindoshlardan Arslan, Mehmet To'xti, Batur Qarxonli va Burxon Said qatorli qarindoshlarimiz bizga ko'p yordam qildi. Hozir ko'rdinglar, bu shunday qattiq ishlabmi degan jurnalga ishlashiga kelib Men Uyghur Project vakolatdan ularning hammasiga rahmat aytaman. Bugungi bu faoliyat mana yuqori tilga hamma qarindoshlarning sayyora xizmat qilishi orqali vujudga keldi. Millat suyish, vatan suyish degan mana shunday bo'ladi.
millatparvarlik, vatanparvarlik degan mana shundoq bo'ladi. Biz hammamiz shu amaliy shartimiz uchun o'zimizdan qanchalik xo'shallansak va faxrlansak arziydi. Uyg'ur millati hozir intayin halqalik bir tarixiy davrda turibdi. Hozir Sharq Turkistonda va chet elda irqiy qirg'inchilikni normallashtirish harakati olib borilyapti. Hamda bu harakat unumli bo'lyapti. Shu sababdan ba'zi kishilar Uyg'ur davo ishlariga qarata uning hozir nima foydasi bor yoki uning hozir nima qiymati bor deb so'rayotganlar bor. Bir qism kishilar Uyg'ur siyosiy davosidan umidsizdanyapti. Bunun sebebi dava vücut keltirgan o'zgarishlarniki cho'ng bo'lmasligi hamda vatandagi oilasida ba'zi alohida ahvollarniki bor bo'lishi umidsizlikniki manbasi bo'lib qoladi. Ammo biz ish qilganda faqat natija shuni emas, balki milliy majburiyat va tarixiy burch ustidan ish qilsak, qilayotgan ishimizni uzun muddat davomlashtira olamiz. Ma'lum natija shuni emas, qilayotgan ishi to'g'ri ish bo'lganligi uchun davomlashtirish ümidsizlikka elib olmaydi. Biz mushunda faoliyatimiz orqali eng kam deganda Uyg'urning yo'qolib ketmaganligini hamda yo'qolmaydiganligini isbotlaymiz. Bu qatim maqola yozgan, leksiya so'zlaydigan va bugun shu so'rovga kelgan qardoshlar o'zining milliy majburiyati va tarixiy burchini ado qilish yo'lini tanlagan qardoshlarning vakillari. Men sizlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Ahırda bu faaliyetin muvaffakiyetli oluşuna chin ko'ngildan tilakdoshlik bildiraman. Rahmat. Doktor Erkin Sadık Efendi'nin kıymetli içiniz tutuş için köp rahmet. Hem de ben bugünkü leksiya faaliyetimizdenki kaideleri hakkında azıcık to'xtalib o'taman. Ondan keyin tunji leksiyachimizga so'z beradilar. O'tgan yili kelganlarniki xabarda bor. O'tgan yili vaqtida aytdi. Qattiq kontrol qilgan. Bu yil shunday bo'ldi, chunki faoliyat zich holatda 2 kun davomlashadi. Her bir leksiya so'zlovchi 30 minut so'zlaydi. Arada bir oturuştan keyin 15 minut sual cevap kısmı buldum. Şu an suallarını yapıp koysanlar ya bir kalanlara dizip koysanlar buldum. İşte mektepten karşılaştım, tamak verildim. Bu yerden ötken yıllık okşaş bilet taktığımız bu. Şu biletini ağandaki mektepteki kadınlarla, başkadaki kadınlarla besi buldum. Bundan olsa biz tunji so'zlovchimizdan boshlab ketaylik. Bugun bizga tunji bo'lib leksiya so'zlab turadigan leksiyachimiz Gulshan Abduqodir xonim. Gulshan Abduqodir xonim bizga millatning taqdirida Uyg'ur kalimasining kuchi degan temada leksiya so'zlab turadi. Qani sizlar
vatan millatning taqdiri ustida o'ylash uchun, munaqasha qilish uchun va birlikda bir yo'l va tadbir tepish uchun kelgan qarindoshlar, bultur biz musha yig'ilib Uyg'ur aql omirininki aql omir qurilishi fundamentining birinchi kesigini qo'ygan to'q. Nayt muvaffaqiyatli qildi. Bugun men so'zga boshqa kechirsizlar. Bugun biz ikkinchi kesigini qo'yish uchun bir yig'ilib o'tirdik. İnşallah Xudoyim bo'lsa biz shu Uyg'ur aql omir qurilishimizni bitirgan vaqtimizda o'zini atalmış Mr. Gao deb atagan Beijingdagi Xitoyning aql omir qurilishining mutaxassisi shu Mr. Gao butun dunyoga jakalayotgan bir yoqdan qirg'inchilik qilib berib, bir yoqdan Şinjan'daki Uyg'urlarni ait baxtli yashayapti degan safsatalarga butunlay raddiya bergan bo'lamiz. Dunyoning hech qanday yerida unday gapni qilolmaydigan bo'ldim. Shuning uchun men oldindan Uyg'ur Project bu faoliyatni uyushtirgan Uyg'ur Project fondiga alohida rahmat aytaman. Erkin Sidiq akamizga alohida rahmat aytaman. Bugun qaysilar bilan benim 5. fevral arxivleri namlıq kitabım ve Don Quixote ve Sancho Panza Uygurlar diyen namlıq makalla toplumum ve yeniden neşreden çıkan şu Vatan gibi izam yok. Vatan gibi izam yok. Mavzuluk makalla temsil ki makalla toplumum sizlerle yüz görüşürü. Şundak vatan gibi izam yok. İnan. Vatan gibi izam yok. Vatan gibi izamın buluşunun kalmayın. Kitabının akısını aslanlar şundak da bezilgan. Vatan gibi izam yok ya ama vatan gibi yazgalarım var. Vatan gibi bir günü şu yazgalarımın bardıqalıqqa vatandaki ailelerine kitap kaldırdım. Yazgalarımın orun aldığalıqqa işencim kamın. Özbekistan bu kitabı Kanada'daki keyifçi avazını tutup tasdik yapatma. Ben gelirler. Vatan gibi bir işin viz iniş jarayonida Xitoyga yo'llangan Uyg'ur davasının ki obrazını tasvir etkisi qo'ygan bunday ishlarning bo'lib kelishining oldini olish uchun men shu 2013-yil vatandan yo'lga chiqishdilar. Baskamasi yo'llangan. Bu yo'lda men o'zgarib baxmadim. Bu yo'lda hozir jinoyatni Allohning yo'lida nisb qilsin. Ben bugün sizlerle antimam millatning taqdirida Uyg'ur kalimasining kuchi bu leksiyamdagi asos maqsadi navbatda bir xil nurg'ulg'an kalimalarning orasida qo'valishib qolgan, xiralishib kelayotgan o'sha Uyg'ur kalimasining aslida biz uchun qanchalik bir kuchli kalima ekanligini yana bir qayta o'sha Uyg'ur diasporadagi Uyg'urlarning sevgi sepish. Ben asosan leksiyamdagi kirishdan burun azroq bir varma kirish nemisdan bir cümleden ama şu düşmanımız Xitoyninki davlat siyasetçisi, siyasi kumandanı şüphatçılık davrdagi şu şüphatçılıkning en asosli siyasi kumandanlardan biri bo'lgan Savsav shunday deydi. Bir mükemmel kalem egisi, bir pishqan kalem egisi 10,000 askarga barobar. Bu gapning bek kuchi bor gap. Bu gapni hozirgacha 21 asrda Xitoy mushu nimani ishlatyapti, mushu siyosiy taktikani kuchga yiqilib, Savsavning mushu gapini foydalanib, tahlil qilib kelyapti. Shuning uchun bizning qalbkashlarimizning turmalarda bo'lishi, zindonlarga tashlanishi, Xalida Isroil, Farhad Tursun, Yalqin Ro'ziyev qatorliq qalam egalarimizning, ilm egalarimizning zindonlarda bo'lishining sababi shu.
Ondan başqa bir millatning taqdirining o'zining qalamida targ'ib ketishining Xitoy hozir shunday qo'rqib keldi. Shuning uchun tarixlarimizning o'zimizning qo'limizni yozishdan qo'rqdik. Maqol qanday har xil ilmiy asarlarning o'z qo'limizda vujud, qalamimizda vujud chiqishdan shunday qo'rqib ketdik. Chunki bir qalamning tavrishi Xitoy uchun bir zaminning tavrishidan cho'ng rol o'ynaydigan bo'lib, zamin tavrigandan keyin butun narsa qaytadan boshlanib, bir tavrashdan keyin yangi hayot boshlanadi uchun Xitoy bundan qo'rqdi. Mana shu Sosonning falsafasi bo'yicha o'tda bugungi mana shu davr va biz nomli kitobga qalam tayyorlatgan 38 qalamkash 40 qalamkash deylik 400 ming askarga baravar. Sizlarning izonlar bo'lsa kerak o'tgan yil mana shu yerda bizning fikr, ideya va tushunchalarimizning intayin muhimligi, ilg'or fikr, ilg'or ideya tushunchalarning ilg'or harakatlarga yetakchilik qilganligi, ilg'or ideya va ilg'or fikr, ilg'or tushuncha bo'lmagan vaqtida qurollarimiz bo'lgan vaqtida bu qurollarimizning o'zimizga qartilib qolganligi haqida gap qilgan, so'z qilgandim. Ikkinchi dunyo urushida shuncha cho'ng ziyon tortgan Yaponiya bilan Germaniya aql amr qurish orqali aql fikr tushunchalarning amrini qurib chiqish orqali aqlni to'plash orqali yana qaytadan dunyodagi ilg'or davlatlar qatorida o'rin oldi. Shuning uchun bugünkidek shu aql ambardir bir yerga yig'ilganning intayin ahamiyatga ega. Ondan boshqa men yana bir sizlar kirishda deydigan so'zim bir jumladan Kanadadan keldim. Kanadaning ma'rifi intayin ilg'or bir ma'rif. Dunyo bo'yicha eng oldin qatorda turdi. Dunyodagi universitetlarni rakishtirganda Kanada katta universitet shunda qadam tizib keldi. Buningdagi sabab nima? Buningdagi sabab inglizcha aytganda critical thinking. Turkcha degan vaqtida eleştirel düşünceler. Ya'ni bir masalalarni so'rib savol qo'yish orqali tushunish. Faqat tuzam tushunib bilish emas. Shuning uchun biz vatan qurimiz aytganimiz albatta critical thinking, shu turkcha o'qiganda eleştirel düşüncelerga sahip bo'lishimiz kerak. Bunday düşüncelerga sahip bo'lmagan millatlarning vatan qurishi bittasi bo'ldi. Endi yana birisi biz navbatda ikki narsani so'roqlaymiz. Birisi Xitoyni so'roqlaymiz, ikkinchisi o'zimizni so'roqlaymiz. Mana shu men shunchalik umidlik yaqin kelajakda Xitoyni so'roqlash oxirgi shudir. Bu chog'da biz o'zimizni so'roqlaymiz. O'zimiz so'roqlatgandan nimani so'roqlaymiz? Biz o'rganayotgan dinimizni so'roqlaymiz. So'roqlatgan vaqtida tarixlarimizni so'roqlaymiz. Tarixlarni so'roqlatishning maqsadimiz tarixning bugun uchun xizmat qilish cho'ng rol bo'lmasmi? Ammo dunyo tarixga oid nurg'unlar bahsoldi. Nurg'un bunun sebebi tariximizning takrorlanib qolmasligi. Bugun uchun yana takrorlanib qolmasligi. Tarixni ikki xil o'rganishimiz kerak. Birisi tarixni yezib o'rganishimiz, yana birisi qo'chib, so'rib, tek-tekidan xuddi polon ilashtirganda, suqashni so'ragandek, bizdagi suqash so'rsa o'xshaydi, polo qo'rsa o'xshaydi degan bilan so'rashimiz kerak. Hargiz tarixlarimiz bizning ayollarning polon tizib qo'ydigan kristal ishga o'xshash, tekin olmaydigan yoki qarsilmaydigan papa hay deydigan odamlar bo'lmasligi kerak. Buni kallimizdan aniq qilishimiz kerak. Yana birisi biz faqat ma'rif va ilm fanlardan o'zimizni qutuldira olamiz. Shu mening kirishdagi so'zim. Endi yarim boshlayman. Vaqtim 30 minutga qisqa. Kirishimga birmuncha vaqtim ketdi. Ishtirak so'zlashga tirishaman. Selam. Bir yere geçip değil mi? Ağız kalın çıkarım. Nasıl bir şey? Ben size mukaddim. Ağız çıkarım.
Hayat arası yanına mikrofonlar çıkartılması önemli. عندك عقوبة فون قشلة قصة فون قشلة قصة فضة يا أنا Hakkında söz bolganda biz atom bombası, yadro qurolları, bir davlatning harbiy va askariy ixtiloriga oid texnik kuch, shundaqla iqtisodiy omillar, aqliy omilga oid yuksak taraqqiyotlarni ko'z oldimizga keltiramiz. Bundan boshqa biz yana real turmushimizda dunyoning tortish kuchi, zehnning kuchi, tushunchalarning kuchi, bilimning kuchi, sevgining kuchi, saltanatlik ve güçlük imparatorluklarımızdan bizi kaldırgan manevi güç qatorliqlarni bayqaymiz. Söz, ibora ve kelimelerning kuchi bor. Bir millatning taqdirini belgilashda shu millat egalarining o'ziga so'zlagan so'z kalimalari, ijtimoiy taraqqiyotni so'zlagan so'z kalimalari, shundaqla dunyoviy siyosiy sahnada so'zlagan so'z kalimalari intayin muhim ahamiyatga ega. Bir yaponiyalik olimning suv molekulalariga ijobiy va salbiy so'zlarni so'zlash orqali kelib qolgan so'z va kalimalarning kuchiga oid tajriba hammamizga ayon bo'lsa kerak. Bu olim suv molekulalariga shayton va nafrat degandek so'zlar so'zlagandan keyin to'ng'iltilgan suv molekulalari nihoyatda sat bir shaklga kirgan. Bunun aksicha güzel ve chiroyli so'zlarni so'zlagandan keyingi suv molekulalari bo'lsa intayin chiroyli bir shaklga kirgan. Uyg'ur xalq cho'chaklaridagi yerning tashimchiligi kalimalarning tashnimi eritib oladigan kuchi borligini ko'rsatib turibdi. Kalimalar ya'ni so'zlar sehrdir. Masalan, bugun Uyg'ur kalimasi Xitoyning intayin bayon qilgan Uyg'ur uchun eng qimmatli sehr kalimidir. Bugun Uyg'ur kalimasining har bir chekishi Xitoyning ko'ksiga urilgan bir xanjardek kuchi bordir. Bugun Uyg'ur kalimasi xuddi dip qilib silayotgan yurak harakatidan eslatilgan simvollik so'z bo'lib, u Uyg'urlarning mavjudligini bildirdi. So'zlar qo'limizda bor bo'lganni yo'q qilib yetalaydi. Yo'q bo'lganni var qiloladi. Masalan, Uyg'ur ve Google Uyg'ur kalimasi Google qancha ko'p chekilsa, dunyoning diqqatini shuncha ko'p Uyg'ur tarafga tortadi va qaratadi. Buni aksicha Uyg'urlarning Google Uyg'ur degan kalimaning o'rniga Google Falastin degan iborani qo'llanganda Uyg'ur markaz bo'lgan xalqlik kuch Uyg'ur masalasiga dunyoni jalb qilish kuchi Uyg'ur masalasiga emas dunyoni jalb qilish kuchi Falastin tarafga chetdan ketadi. Kalimalarni yo'q qilish kuchidan o'sha yerda shundaqla yo'q bo'lganini baqilalaydi. Kalima va so'z jumlalar tafakkur qildirdi, qayg'ulantirdi. Masalan, Manas daryasi bo'yidan qaytish degan bu kalima bizni millat bo'l sifatimiz bilan ochiq-ochiq hasratlantirdi, to'lg'antirdi, tatqizdi. Ve tefekkür kıldırır. Kelimeler çıldırdı. Mesela Kanada parlamentinden çıkan 10 Uygur'da Kanada'ya aykırı kararı. Amerika parlamentinde ilan Uygur mecburi emniyetini öz çıkargan Uygurlar'a ait kararlar. Dünyadaki 10'dan artıq devletler Uygurlar erkek kırmançılık uçuravatır degan kararları. Kelimeler kızıktırdı, icap kıldırdı, bir narsalarni öğütüdü. Mesela Xitoy Uygur kırmançılığına yol koygan 2016 yılda itibaren chet ellik Uygurlar xalqarалық o'lchamlar bo'yicha qanday da'vo qilish kerakligini o'rgandi. O'zgarish o'rtada Uygurlar haqida imzo to'plash, guvohlik berish, parlament a'zolariga xat yozish,
qatarlıq hərəkətlərdə ondan başqa Media Uyghur bir qadam bir ovoz, oilam qayat qatarlıq hərəkətlərdə kəlime və söz ibarələrinin gücü dünyanın diqqətini Uyghur məsələsiga çəkdi. Kelimeler yana gazaplandırdı, isyan ettirdi. Mesela Bahar'ın Bulcu inqilabları, Şavgan vakası, 5. yıl ölüm çıkargançılığı, bizni gazaplandırgan, ko'chalar töktirgan, BDT musafirlar mahkamasidan ishini chektirgan, chet ellarga qochib chiqib Uyg'urlarning siyosiy taqdiriga oid yangi yo'l izlashimizga sabab bo'lgan edi. Hatto kelimeler bir millatning taqdirini o'zgartirdi masalan, Yalta yig'inida chiqqan qaror Uyg'ur millatining umidini yo'q qilib, bizni Xitoyga bog'liq bir mustamlika qilib qo'ygan edi. Yalta yig'inida Roosevelt, Churchill va Stalin qatorliq 3 kishining og'zidan chiqqan kelimeler Uyg'urlarning emas, balki dunyoning taqdirini o'zgartirgan edi. Hatto kelimeler jang e'lon qilindi. 1863-yilda qurilgan Ilis sultonligining mingga yaqin askari bilan panohlangan qozoqlarning raisi Tazabek Tören'i Çarosya üzerine ötküzüp berish talab oldu. Ötküzüp vermemiz degan bir kelimenin tugban teshidek ig'ir vazni va kuchi bilan Çarosya Ilis sultonligiga jang e'lon qilindi. Yangi qurilgan Ilis sultonligidan iborat bir Uyg'ur davlati mag'lub bo'ldi. Diye Pınar'ın baylayan Pınar'dan yaptık biz. Aşık Pınar'ın bayladığımız mı? Fakat lan rahbilasyon kalmak için ölüm hüküm kılıngan. Chet ellerde Uyg'urlarning o'zaro jangchilarni sevib kelayotgan kelimelerning kuchi aql so'zlayapman. Uyg'ur kalimasining kuchi aql so'zlab kelib, men sizlarga aytaman, chet ellardagi Uyg'urlarning o'zaro jangchilarga sevib kelayotgan kelimeler haqida to'xtalman. Sharq Turkistonmi, Uyg'uristonmi, Shinjongmi, qurolli kurashmi, avtonomiyami, mustaqillikmi, kishilik huquq, sivil da'vosi, indigenous people, sürgün hükümet, Uygur hareketi kılanmaydı, 10 bin imza, cihad, Suriye, Karıçımber, Palestin, Hamas, İsrail, bu kelimeler içinde sürgün hükümet bilen indigenous people kelimesi intayın meşhur olup yakında bu vaktiki cengicilerle asasen dünyadaki çetelerdeki diasporadaki Uygurlarının özara cidel macerası ilişki bölüş, Xitay'a karşı olan güçümüzü parçalaş rollarını oynayıp geldi.
Kelimelerinin təsəvvür küçü birinci, markalaştırılған qalpaq kelimeler. Oncarlık milletçi, şücüncüyçi, çetki bağlanğan unsur, pumiçi, pan-Türkis, pan-İslam, kavakçı, yavayi, terörçi, dini əsəbi, köçün ötken çeşkanını ur qilish, asmandı torganı qapqan, üşqıl güç, milli bölgençi, kanunsuz dini faaliyet, devletten birliğin parçalaştırılgıcı, 220 çıkardır. Bu kelimeler 1949 yılında Xitay hakimiyeti Uyghur zamanını salgınından buyon Uyghur halkının qardaş üçün qo'llangan kelimeler bulup, Xitay zamanı içindeki Uyghur bulmagan her qanday bir millet bu kelimelerni eshitgan zaman bu so'zlarimizning Uyg'urlar ustida bo'layotganligini his qilalaydi. Shundaqla bu salbiy kelimeler xuddi suv molekulalariga salbiy so'z bilan suv molekulalarni salbiy so'z bilan to'g'rilatganda yuz bergan shekildek Uyg'urlarning ruhiy dunyosi orqali yuzaga tepchiydi. Bu kelimelerning kuchi orqali 80 yilga yaqin vaqtda Xitoy hokimiyati Uyg'urlarni kontrol qilib keldi. Shundaqla dunyoga Uyg'ur degan bir millatning nihoyat qo'rqinchli, yovvoyi, ma'rifsiz, radikal millat ekanligini bildirib, agar Uyg'urlarni o'zlari kontrol qilib turmay sharoitda dunyoga balay ofat bo'ldiganidan iborat tashviqotni nihoyat muvaffaqiyatli ma'lum geldi. Kelimelerin tasavvur küçü ikinci. Uyghur kimligideki mahiyet kelimeler. Çimen doppa, tuman, tumak, atlas, mukam, küpek yolu, tuttar, tambur, satar, tap, Uyghur usulü, tekli makam, langman, polo, ayın tuzluk, kök bayrak, un, Oğuzhan, Atilla, Köktürk, Türk Handalığı, Koca Uyghur Handalığı, Karxalla Sulalsi, Yaken Uyghur Handalığı, Ahmetcan Kasimi, Karkurun, Temirtağ, Pamir, İli Deryası ve yanım nurgulayan kelimeler, ma'lum zo'ravon hukmronliklar tarbiyadan ma'lum siyosiy maqsad uchun qalpoqlashtirilgan sap asli ma'nodagi kelimalar bo'lib, Uyg'urlarning asli mohiyatini, qayerda yashaydiganligini, nimalar qiziqadiganligini, madaniyati, qo'rg'on saltanati xonadonliklarini ifodalab, Uyg'urlarning ruhini o'stirib, xuddi suv molekulalari chiroyli so'z bilan to'g'ritilganda, go'zal tusga kirgandek Uyg'urlar chehrida tabassum paydo qilib keldi. Kelimelerin tasavvur gücü 3. cezalar kelimeleri. Yolvas orunduk, kızıl nakşa, elektroluk toksin, yüz tutuş teknikisi, kurallık harbi sakçı, taksim yer, moma, şov kuruş, koyuz davakşen, koşmak tukan, kamır, ismi bilen emes, nomor bilen çakırılış, kıyı kıstak, içinişlik avazlar, elektroluk toppa, elektroluk belay, elektroluk kaltek, balı çürüş operasyası, 18 yaşlı kızdan azıp qırtap ketiş, namalum doğru işçiş. Kelimelerin tasavvur gücü 4. Namayış kelimeleri. Düşüncelerimiz, his duygularımız, hareketlerimiz, karakterimiz, takdirimizi şekillendirdi. Çetelerde ilip bir vatkan namayışlarla namayış katış vatkan hem qatnaşmayotgan kishilarning xarakteri mana shunday shakllangan. Uyg'ur millatining taqdirini ham shu xarakterlarning mohiyatini ko'radigan asosda Uyg'ur millatining taqdirini ham shu xarakterlarning mohiyatini ko'radigan asosda bichilib chiqadi. Qanxo'r Xitoy qirg'inchiligini to'xtat, ko'gil Uyg'urlarga erkinlik, Xitoy oilam qayerda, fashist Xitoy, terrorist Xitoy degan shiorlar va og'zimizdan Uyg'urlarga chiqqan har bir sada dunyoning nazarini Uyg'ur masalasiga qaratdi. Buning aksiga biz Falastinga erkinlik, terrorist Isroil va boshqa shiorlarni to'g'rilgan vaqtimizda Uyg'urlar qaratiladigan kuchni Falastinga oldirib bergan bo'lamiz. Masalan, qanxo'r Xitoy qirg'inchilikni to'xtat degan bu kalima mohiyatda Xitoyni intayin buyorim qilgan bir kalima bo'lib, Xitoyga qarata to'g'langan har bir namoyish kalimasining kuchiga sal qarman. Xitoy bu kalimani qo'llayotgan namoyishchilar qo'shini odam sonining oz ko'pligiga qarata
özünün Uyghur strategiyasini belirlep çıkıldı. Şunu bilişimiz gerek ki her bir hükümler için öz hakimiyeti karta itilgan yumgak sütçülük kelimemi onu bir aram kılıdı. Vehimge salıdı. Kumanlandırdı. Hükümranlığının naşıp kalışının ensirleşip psikisi şekillendirdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın öz oğlu Mustafa'nı boğup öldürüş vesvesesiyle Mustafa'nı boğup öldürüş vesvesesiyle başta paran den moşu vehim idi. Şuna Uygurlar için namayış ve namayış kelimeleri intayı mühim bulup namayış bizge yeşkim yardım kabahat ahval astıdımı vicdanımızın bizne koçular söyleyip çıkışını ibaret. Neticede fakat vicdanlık milletlerine vatan kuralaydı. Mevlana kelimelerini güçlü hakkında toplup şundak deydi. Kelimlerini yükselt avazını emez. Yağmurdur çiçeklerini üstüyken güldürmem emez. Bir millet ilgilerine millet bozuldu bilen öz-özlük sözlüğün sözleri ve kelimeleri intayım oyun. Hem de mağul 15 minut vaktim kaptı. Kimki kelimelerini küçük söyleyemem. Kelimelerin tasavvur küçük 5. yıl. Lev Tolstoy'un Anna Karenası. Meşhur Rus yazgıcısı Lev Tolstoy'un kelimelerini küçük bilen yaratılgan Anna Karena obrazının reallık mevcut bulungan bir hiyali obraz ikeniga ahırda yazgıcı Lev Tolstoy özünü işenmey kalgan. Anna Karena'nın poyizini azdı özünü taşlaydıran qo'llab kelganda Lev Tolstoy'un kalemini tashlab Anna to'xta poyiz o'zini atma deb yugurib uydan chiqib ketganligi hikoya qilindi. Mana bu kalimani kuchi paydo qilgan ta'siri. Biz bu vatan obrazini kalimalarimizni kuchi bilan qalbimizda shundoq canlandıraylikki vatanning beshig'iga tushganda ah vatan degancha uyimizni chachinib chiqib ketadigan holatga kelaylik. Her vaqt ishimizdan qalbimizda keladigan sadoga ishonishimiz lazım. Çünkü bu sada hiçbir zaman bizga yolg'on so'zlamaydi deydi yozuvchi Lev Tolstoy. Ama harfisi bir minut ichida kelimelerning tasavvur kuchi 6. Zikrning kuchi. Zikr mahiyat jihatda Qur'onning yana bir atılışı. Zikr Qur'on kelimelerinin kuchi. Zikr kelimelerinin kuchi inson ruhiyati bilan birlashtirilib, xuddi suyqash qo'shilgandek yoki so'z so'rilgandek so'rilgan vaqtida hech qanday bir kuch mag'lub qilolmaydigan ro'y ustunlikka erishadi. Xitoy turmalarida itoatgan Uyg'ur qahramonlari mana shu zikrdagi kelimalarning kuchi bilan Xitoydan iborat bu dag'dasiz zolimga pisand qilmay yashaydi. 5-fevral inqilobining qahramon sheriti 23 yoshli Abduxoliq Abdurashidning o'lim maydonidagi xuddi hech ish bo'lmagandek tamkin oldi. Xitoyning qilchi maslikdagi turishi kalima shahodatlarni va zikrning kuchidan kelgan. Duo kalimalarining kuchi shundoqlarcha qilish, namoz va duo kalimalarining kuchi orqali tilaklarni reallikka aylantirish, kalimalarning kuchi va zikr haqida namaz ve dua kelimelerinin küçüğü arkalık tileklerini reallikka aylandırıştan ibaret bulup kelimelerinin küçüğü ve zikir hakkı to'xtalganda onun gayetimi çoğunkur ve ayrım kam bir tiyin ekanligi bo'lganligini hammamiz his qilib turibmiz. Xotime. Biz bu bir qozon suv oldi bilan bolalarimiz beram degan slide serin mevjudini qisqartib ketdim. Eng oxirgisi xotime. Biz bu Uyg'ur kalimasini bir og'amchi deb tushunaylik. Va bu og'amchini Uyg'ur deb tartaylik. Neticede Uyg'ur kalimasining sehriy kuchi orqali dunyoning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining, Yevropa Birligining, hatto istiqlol etgan musulmon qarindoshlarimizni, turkiy millatlarning va butun dunyoning Uyg'ur degan bu kalimani atrofida to'playlik. Google Uyg'ur kalimasini Uyg'urlar mavjudligining yurigi deb tushunaylik. Bu Google Uyg'ur deb. Hakkıdan avazını bilen sağlık tekstiyerini tüyüp almanın için güzel bir hoşlanma.
Gülşen Abdülkadir Hanım'dan fırlatıcı leksiyası için köpten rahmet. Hakikaten bu tırnın küçü ontayı zor. Eğer tırnağımız üründe kişilik edersek o korukgen oluşturduğu halkı Korona'daki rolünü aldı. Burada tırnın küçü yapıda toplamda onun da erken hayır olan bir şeyden dahil ama tırnın dolarının küçü yapıda. Aklınız onun da böyle erken hayır kendimizge Yılmaz Abdülkadir Han'ın Amerika dolarının varlık gelişi, küçülüşü, tesiri ve hainliği hakkında siyaset yapıyordu. Yılmaz Abdülkadir Han'ın hazır piyasaya çıkan kısa şunas, bunun Dünya Bankası kadarlık, bunun muamele organlarına işleyen, bunun projekt, bu muamele politiklerine başvuruyor. Yılmaz Abdülkadir Han'ın sergiye önemli. Karşılık kaldı. Biraz okumuş isteyendim. Hazır burada bir çıktım. 43 yıl işlettim. Amerika'da doktorluk isteyendim o 31 yıl işlettim. Sosyal, yine ekonomi şu, siyasi mi, iktisat başvuruş, halkara, soda, maliye başkanlısı diyenler. Dünya Bankası ve başka dünyada ve bir kılalardan maliye enstitüleri işini görmesine. İşte vaktinde buna versiyelendiriş, sözleş, ben yapılan desek oldu çünkü benim işlevatkan kestim. Şunda kaydı tüzümleri çok zor. Andın talepleri zor, sırtı yapılış için nurgun ruhsatlarını alırsak lesiye bir işi mümkün emesine. Çünkü üzerinde lesiye bir işlerine katlaştırış kalıdır kalkman. Yani burada bir çıkarmanızı sonra üzerinde yazıştığı, sözleştiği hem de başlayalım.
Bugün sizlerden temirimiz Amerika dolarındaki varlık gelişi, pişirişi ve bunun testleri ve kaydı çözümleri degan. Bunu buldu birisi, buldu birinci ayda talep kılıp adam şu sözler paylaşan bulsunuz bu adamlar düşürmeyin şu haftada bulduğumuz etken vardı. Ben erken veya bunu sizler falan dedi işte onlar bunu ilk aldım. Aldı bilen şu Amerika dolarının ki kısa tarihini üzerine düşündürdük değil. Bununki bir netice devrini yüz aldı geldiğinde saatini başla koyayım. Bunlar birinciden müstemliklerde pul çıkargan, ardından çoğun kurukluk meclisi, bunun da bir ayrım dolar çıkargan, anadan kendi pulu kanuni, o vaxtada bir kendi pulu asası boğan. Bunlar hemisi pul bahalaşıp ve gönlü bulmak pulunki ahliş kalan, dostap kalan. Dördüncü basmış gelinceğinde hoş miktar pulu ve altın standartı ölçümüzü de dolarının kıymetini altınға, fizikal altınға ya gümüşke kançılıkligini nemkılardı. Veya da biz bunu kapma bağlangandı. Bunun da mesela $1 kançılık gümüş oldu, $10 kançılık altın oldu diyenlerden. Şu devrede 1772 yıldan başlayıp official 1900 yılıga 1971 yılıga kadar Amerika dolası işte physical altınga bağlanıp kelgen kıymetligi. Amerika'nın ki şu işki dünya uruşda 1861 yıllarda vaqtincha altın bilen bağlanışını to'xtatib qo'yib turib o'zi qog'oz pul chiqargan. Lekin bu qog'oz pul shu birligi bo'lmay pullar baholashib bu pulni axir o'lib qaytadan urushdan keyin yana oltinga bog'lanib olgan. Oltinchi bosqich kelgan chog'da bu eng muhim bosqich 1913 yilga kelgan chog'da Federatsiya Zapasi sistemasi. Bu qurilgan hozir kadar bu bo'lsa Amerikaningki Markaziy bankasi. Markaziy bankasida butun dunyoni titratib turgan har bir qaror chiqargan chog'da bu sistemasi hozir kadar davom etib kelyapti. Buningki asosiy qilgan ishi pul besib chiqishi, pulni tashishi, dollarni tashishi, dollarninki muqim bo'lishini saqlashi, hamda pulninki ta'minlashini kontrol qilishi. Shunday ishlarni qildim. Undan keyin shu bizningki 1971 yil kelgan chog'da vaqtida Nixonning davrida, Nixon shuni jazolagan keyin bundan keyin bizning Amerika dollari hech qanday physical metalga ya bo'lmasa oltin yoki kumush hech qanday bog'lanmaydi. O'z oldiga pul besib chiqib izlab shu vaqtida degan qog'oz pullarni besib chiqib bunda $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100 1 sent, 5 tin, 10 tin, 25 tin, 50 tin, $1 degan bir töbe pullarni besib chiqib bularning ustida Amerikadagi mashhur odamlarninki suratli mashhur manzillar, simvollarni besib hozir qadar bu bizningki modern Amerika dollari ham butun dunyoda e'tirof qilingan va tavsiz pul bo'lib hozir aylanmoqda. Hozir qadar bugunga qadar 2,5 trillion Amerika dollari butun dunyoning savdo sohasida aylanib yuribdi. Amerika dollarininki qanday ta'siri
Bugan dunyoga degende bununki birinchidan iqtisodiy ko'lami ham bununki muqimligi. Iqtisodiy ko'lami degan chog'da Amerikaningki ishlab chiqarish umumiy qimmati hozir o'rta ahvolda 3,2% yil bo'yi o'syapti. Uningki nurg'unlagan o'xshamagan sanoatlar var. Hamda nayda kuchli aqlliq emgak kuchi bazasi var. Bütün dunyoga tengkili. Bular hammasi Amerikaning dollarning ta'siri va uningki kuchlishiga kuch qo'yadi. Ikkinchidan moliya bozorining cho'nqurligi. Moliya bozori degan chog'da Amerikada aksiya bozori var, Wall Street, Stock Exchange. Shunga qatorliq 13 aksiya bozori var. Boston Exchange, Chicago Exchange degan qatorliq. Ondan dunyoda eng chong zayin bozori Amerikada. Bular hammasi butun dunyodagi mablag' sarflovchilarni o'ziga jalb qildi. Pullar dunyodagi dollarlar hammasi Amerikadan o'zi eqib ketdi. Shunga yana Amerika dollarini kuchaytirdi. Hamda buningki ta'sirini cho'ng qildi. Hamda buningki pulninki faqat yana harakatchanligi bor. To'xtab qolganda Amerika qilib turgan. Üçüncüden, zapasi pul ahvali. Bütün dünyadaki merkezi bankalar, bularınki Amerika dolarını taşkı zapasi, periyat zapasi hakkında işte kalıdı da süpürden tutup duruş mecburiydi var. Bunu Amerika dolara ihtiyacı üstüdü, hem de işençli üstüdü Amerika doları buluş için. Şunun için bunun küçüğüydü, hem ta'sir gösterdi. Yok. Yani birisi petrodollar sistemi, yani bu petrodollar sistemi diyen nime insanlar, bütün dünyada şu mal tavallarda baha koyuşta dolarını adetlendiğinde, ben olsun altın, gümüş, neft olsun, ya açlık, konak buğday, bucak verdi, bunlarınki baha koyuşta hepsi dolarda baha koyuldu. Bunun baha koyulan çağda bu sistemi petrol sistemi ve bizimki maliye pul mahasili şunlarda bata oldu. Bu Amerika dolarınki enerjiye bazasına Çin bağlanğanlığıdan bu doların yanı kadar küçeydi hem bunun bu tesiri gitti bütün dünyada. Beşinci milli hatlar ahvali. Amerika bütün dünyada kaysi cayda bir iktisadi turaksızlık olsa, yani coğrafya, siyasi malumatlarımızla olup kalsa, meblağ sağlıkçılar özünün pulunu hiç yerde pulunu dolar almıştır yapışıyordu. Çünkü dolarını böyle hatta pul tonuydu da, şuna bu andan için bu dolara ihtiyacı üstüdü, bu yani küçüğüydü, hem tesiri çok oldu. Amerika'nın pul siyaseti. Amerika'nın pul siyaseti Azerbaycan'ın Federasyon zapası sisteminde sade de batayımız biz buradaki şüphende bazen bunların ki pulun ki özü böleten şeydi hem de pul siyasetini icra kıldı pulun pahalılığına başvurdu hem de doların ki başka pullar paranda hem ne kadar kıymetini temsil kuralıydı. Bu siyasetleri emnisi bu pulun küçüğüyle hem tesir verişine dünyada rolu var. Ondan halkara soğuda Amerika dolarını bir hükümdarlık pul da tanıyordu. Müşküler tanıyordu genç ama baydetmende nurgun devletler, şahsiyeler, yaki şirketler soğuda kancamada Amerika dolarını bir vasıtası kılıp mallarını geliştirişe geçirdi. Sonunda bunu bir hükümranlık pulda konuşmuş. Siyasi mukumluğu. Amerika'nın bir siyaseti 3 yılda bir sayılan oldu. Kolay mı siyasi özgürlükler yok. Bu Amerika'nın bir siyasi mukumluğunu Amerika dolarındaki küçük işine tesir gösterdi ve işkence verdi.
Andın teknolojiyada yenilik beriş, rakamlık pul, rakamlık devrlerde Amerika'nın aldığı minnet kurulu, bundan teknolojiyada aldığım satı turuşumu, Amerika dolarının küçüğü hem de onun tesirini dünyaya gösterdi. Hoş. Amerika dolarının dünyaya bulan tesiri. Bunun da bayağı sözler ötken, şu bir neçe amillar hem küçüğüydü o Amerika dolarını hem bununla tesir gösterdi dünyaya. Girişte bir şey götürmedi. Bayda öttük, pul zapası, ahvali, maliyenin ki mukumluğu, halkara, soğuda asaslık olan pulluğu doların ki, havaların ki bahasını bekçişi diyenler. Ben uzun şu pul muamele bazada, maliye bazada, şu kesitler uzun yıl işledim ben. 30 yıl işlettim ben. Amerika'da doktorluk kitlegenizin bu tarafta ben çok düzenli tecrübelerim var. Bunun da maliye merkezi dolar olsa bir maliye merkezi. Amerika'da havaya ettim. Wall Street var. Amerika'daki New York Stock Exchange var. Hem de Amerika government'nin şu hükümet'nin zayımının naiti çoğu muhtardan çetelikler tutup durdu. Hazır Amerika'nın zayımını çetelikler tuttuğun sani 7,6 trilyon. Bunun işte en çok tutuklar birincisi Japon. İkincisi Cumhur buldularda 800 milyon tutuklar hazır. İkincisi bir trilyon Amerika hükümetinin zayımlarını tutturdu. Mesela hazine zayımları edilenler her zayımlar vardı. 20-30 yıl. Andan kalan devletler olsa, enerjiyen eksport olan devletler tutuklu asaslı Amerika'nın. Bu tutuş şekli, zapas pul şekilde de yapılsa özünki eksportun aşkan pullarını zayımlar ek koydu. Bunun çünkü bir haber şahidi metal koysa. Şütmeyden, yokumaydan pullar kopturdu. Coğrafya siyasi tesirleri, Amerika özünki pulunu kolu tuttu başkan, nurgun halkarada diplomatik yani siyasi meseleler gelmiş dolar arkalı hiderleydi, konuşuyor dolar, başka küçük dolarla küçük şeyleri gösterdi. Andın bu nimelerden soğudularla halkara soğudularla her xil soğudu cezalarını koyalaydı. Özünki puldaki dolar puldaki küçülü buğalıqıdın şundaq soğudu cezalarını çıkalaydı, iktidarı başını kılığın. Ondan başka yana şu periyadlı sıftiye tesiriye güzeleydi. Çünkü periyadlı sıfti dağılık terrinip durdu. Onunki terroristcanlığı dolarınki kıymetliğe bağlı. Doların kıymetliğini Federasiya zapası sistemisi bula bölgeleriydi. Her xil özünki kurallar bilen. Bu başka devletlerinki eksport, import kıldıgan rıqabet küçüye tesir ederleydi. Periyadlı sıfti özgergenliği için. İktisadi muqimliği, bu muqimliğidan dolar zongerliği de atayımız biz xalqara şu soğuda. Dolar zongerliği demiş degan çağda bununki şu asasi zapası pul bulan sıftıdın Amerika'nınki
iqtisodni muqimlashtirish hamda o'zining siyosiy pul siyosati yoki moliya qarori orqali pulninki Amerika dollar pulininki qimmatligini ta'sir yetkazadigan uchun boshqa davlat shu orqali boshqa davlatlarninki privat nisbatiga ham ta'sir yetkazish uchun bular o'zining zo'rgarligini dollar zo'rgarligini qilolmaydi o'zininki maqsad uchun deb ataldi. Bundan başqa Amerika'nınki dollari bütün başqa davlatlardagi markaziy davlatlarda markaziy banklarda tutulmuş bo'lgandan keyin Amerikada bir iqtisodiy tushkunlik bo'lsa bütün dunyoga shu qo'ploq kasallik tabrinish rolini keltirib chiqarmaydi. Bunun da masalan 2008-yil Amerikadagi moliya tushkunlikda bütün dünyada təbliğ roluna bağlı, bütün dünyada tanınan iqtisadi tushkunlik oldu. Bunu hemimiz sezdik. Amerika'da eğer oldu, başka devletlerde mi eğer oldu. Hoş. Teknolojiyani sözü dokmaya, buna kaydedin sözler. Ve vaktimiz aynı çıkamaz. Sözler olmaya çalışmamız gerekir. Qanday dollar xalqaro tarixni keltirdilardan deganda bununkida bir necha yani so'zlar o'tay vaqtimiz oz bo'lganligidan 1944 yil vaqtida texnik Amerika dollari oltinga bog'langan vaqtlarida bog'langan chitingan vaqtida yeniden ikinci dünya urushi tugab bütün dünyanın iqtisodiy ma'lumotdan vaqtda Amerika bir meclis konferansiga bütün dünyadaki 44 dostane devletlerini geçirip ularninki bu konferansninki asosiy g'oyi urushdan keyin o'zaro hamkorlashish va xalqaro so'lik berish uchun bir ram tuzish. Shu yerda bir Bretton Woods Agreement deb Bretton Woods kelishmasi qurgan. Bu yerda bu kelishmada bular hammasi maslahatlashib shu qarorni qilib, shu vaqtida Amerika dollarini dunyoninki zapasi pulga deb jakalagan. Shu jakalagandan keyin endi shu yig'inga qatnashganlar hammasi konferensiyaga o'zining davlatining pulini Amerikaninkiga privat nisbatini bekitgan, u privat nisbatini bekitganda gaylari Amerika puliga mixlab qo'ygan, bog'lab gaylari laylama, gaylari yana boshqa shakllarda o'xshamaganda. Hamda shu yig'inda men ishlagan Dunyo bankasi qurilgan. Shu vaqtdami xalqaro pul fondisi IMF qurilgan. Shu vaqtda shu cho'ng ishlar bo'lganda bir ta'sirlik hozir qadar tarixiy ahamiyati bor bir yig'inda. Shundan keyin bu Amerika dollarining asosiy zapas puli deb jakolaganda shu kesimda shu bu Amerika dollariga bir tangdoshsiz rol paydo qilganda butun dunyo bo'yicha. Shuningdan keyin ham Amerika dollari borgan siri kuchayib butun dunyoga ta'sirini ko'rsatib kelyapti hozir qadar. U yig'indan keyin dollarlashtirish degan bir iqlim bo'lgan. U vaqtda nurg'un Latin Amerikadagi davlatlar va Karibiyandagi davlatlar o'zining davlatininki pulini Amerika dollari qilgan. Unda qilganing sababi Amerika dollari oltinga bog'lanliq. Oltin bog'langan keyin bir qadar muqimlik oldu. Ondaki 44 davlatmi o'zininki privat nisbatini Amerika dollariga bog'langandan keyin Amerika dollari oltinga bog'langan. Shuning uchun ularninki pulimi Amerika dollari orqali oltinga bog'langan degan gapda. Shunda bular bir qur iqtisodiyatdan muqimlik oldu deb hammasi shunga ishonchi bog'lagan. Yana bir o'zga unimi pul tarix keltirgan tarafi
dollar merkezi pul maliye bazarı. Bu bolsa dünyada iki pul maliye bazarı var, dollarını merkez kılan. Birisi bolsa New York şehri, Amerika'daki. Dep ötüp getdik, bu yerde Wall Street var. Çoğun aksiya bazarlar var dep. Bu yerde bütünlay Amerika dollar bilen, Amerika dollarını çöylep iş tutudu. Yani birisi Angliya'daki London. Bu iki yarışarı pul maliye bazası merkezi asasat şu dollarını aylanıp dollar bilen işler yürüşüdü. Bayqı depmi ötüp getdik, bahalarını soğudularda Amerika dollar bilen baha tutudu, tavarlarda bahası Amerika dollar bilen buludu. Meyli soğuda iki devletin arasıdı bolsun, ya nurgun devletler arasıdı bolsun, soğuda gelişmeler hemisi Amerika dollar bilen yazılıdı, meyli şahsilerninki bolsun. Zapas pulu dedik, bu mu bütün dünyadaki merkezi bankalarda tutup durduğun, mecburi tutup durduğun zapas pulu olanınki taşkı soğuda balanslarını, tamponlıqları tölep tanışıp durduğun. Mavo privyat nisbetiga nima beradigan ta'sir ko'rsatadigan dollar abay dedim, dollarninki qimmati privyat nisbatininki dag'ulishiga ta'sir ko'rsatadi deb. Dollarninki qimmati qanday o'zgarib turdi desanglar, GDP o'zgarsa, masalan Amerikaninki GDP'si yuqorilab chiqsa, tushsa yoki o'simi, pulning o'simi chiqsa, tushsa, mesela 2022 yılı 3. aydan başlap Amerika'nınki pul pahalışı bo'lib ketganligidan uni tizginlash uchun Amerika'nınki bankası da Fed pulninki o'simini chiqishga boshladi. 0.2dan boshlab. Hatta buldu 6. ay 7. aygacha 11 qatim chiqadi. 11 qatim chiqadi pulning o'simini. Shu vaqtida pulning o'simi 0.1%dan 5.5%ga keldi. Dünyada nurg'un pullar Amerikaga iqib kirdi bu persentlarning bo'lgandaganda pulninki mablag'ninki iqishi. Endi tunugun shu haftaning 3-dan boshlab birinchi qatim endi pulning pahalisi tuvan tushdi deb persentini tuvanga tushadi. Muşlar hemisi davaninki pulninki qimmatligiga ta'sir ko'rsatdi. Endi siyosatninki muqimligi, savdoninki tamponligi hamda dunyoda har qanday yerda bir voqea bo'lsa, muşlar hemisi Amerika dollarininki qimmatiga ta'sir etadi. Amerika dollarining qimmatiga o'ssa, tushsa, privyat nisbatiga ta'sir bo'ladi. Hükümranlık maliye. Amerika dollarsını bir hükümranlık maliye deydi. Bunun da Wall Street'ten başka, New York'taki aksiya bazarından başka yana nurgun Amerika'da maliye institutionlar var. Şuların birisi de ben işleyen uzun yıl, 23 yıl. Bunlarınki hemisi dünyada ornu var, mevcudu var, vekillik kılalaydı. Bular hemisi dünyadaki pullarını, meblağlarını salalaydı. Hem dünyadaki şu pullarının aylanışına ta'sir göstereydi. Pul siyaseti, Amerika'nınki pul siyaseti, bunun da şu bayı dep ötkendek pulninki qayaqqa iqishi, maliyaninki muqimligi bu taraflarni hemmisiga ta'sir ko'rsatdi. Bayıma texnologiyanı, raqamlik pullarını dep bulduk. Andın 5 minut vaqtim barga, bunun da dünyanınki pul qayda qanunlarda azraq to'xtalib o'tay. Qandaq qayda qanunları, tüzümleri bağ degan chog'da birinchidan bay ödep o'tdim. 44-yili qurilgan xalqaro pul fondi jamiyati.
Mən öz vaxtında doktorluq bitəgəndə bu yəqim imtahan bəgəndim. Dünya Bankı'nın imtahan bəgən, Dünya Bankı'nın aldığı uxturuş çıxıb, şəyə işə kirib getdim. Bu IMF bolsa, bula asasiyyətdən dünyadakı pullarınki aylanışını tərtib silişqə məsul buludu. Həm də əza dövlətlərinin pirviyat nisbeti sistemisini nazarat qılıdı. Anandın keyin başqa bir bularınki 190 əza dövlətləri var, IMF-ninki. Şu əza dövlətlərininki qiyinçiliklər olsa, taşqı soda tərəfdə pulunu töləməydiğən, onlara yardım verirdi. Bu asasi, IMF-nin asasi məqsədi pirviyat sistemini mükəmməlləşdiriş, muqimlaşdiriş, şunun bilən birlikdə xalqara sodani ilgari surish. Shu rolni o'ynaydi. Andan keyin yana qoidalardan pirviyat nisbati systems var. Uningda bog'langan muqim, laylama va boshqarish degan o'xshamagan pirviyat sistemlar va pul boshqarishda capital mablag' tizginlash, capital control. Buningda har bir davlatlar o'z oldida chetdan kirgan mablag' saquvchilarni kontrol qildi, tizginlaydi. Hamda o'zining pulininki sirtqa chiqib ketishini tizginlaydi. Ondan tambojni bojni qo'ydi, chetdagi shu eksport importliklarga. Mablag'ni tizginlashninki asosiy maqsadi o'zinki maliyasini muqimlash, birinchidan, ikkinchidan hayonkashlik mablag'larninki iqib chiqib ketishni oldini saqlash. Boy dedik, pullarni bir-biriga bog'lash, unumi dedik, 3 minut vaqtim bor ekan, xalqaro kelishmalar. Xalqaro kelishmalarninki ichida masalan NAFTA degan bor, CFTA bir necha shu xalqaro kelishimlari bor. Bular hammasi pul aylantirish va savdo nizomnomlariga munosabatlik belirliklarni qaror qiladigan va shular bilan mangadigan organlar. Yana birisi bo'lsa pul yuyish, o'zing xaridorlaringizning kimligini bilang degan, bo'lmi bizmi shu moliya soyasida chiqishgan bo'lgandan keyin yilda bizningki necha shu laysensimiz var, laysens knishkimiz pravda bir nima shu xizmatni qildigan. Shuning uchun imtihon beradi. Buni yomon ching tutdi. Birasi 100 million dollar elib, mana mablag' solma deb kelsa yoki shaxsiy bo'lsin yoki bir tashkilot bo'lsin, bu pulning nerdan kelganligi, qayerdan kirib chiqqanligini buni oldidan surishtirishimiz kerakda. Buningda surishtirib, pakiz pulmi, pul yuyish ahvoli bormi, seninki xaridoring kimi, shuni aniq tushunish, tunib yetish, bu bir cho'ng belgilama va qonuniy bu moliya sistemdagi. Ma'u yana birisi oxirgini so'zlab o'tay, 1 minut vaqtim bor ekan, xalqaro savdo kelishmasi, International Trade Organization, bularmi shu savdo tambojni beji, shularni tangshash, pulni tangshash hamda xalqaroda savdoda bo'lgan talash tortishlarni haqida ularni bartaraf qilish, shu orqali dunyodagi xalqaro savdoni ravon mangdirish, yo'lga selish, shundoq rollari bor bularninki. Bular hammasi shu xalqaroninki pul aylanmadagi tartiblari, nizomnomlari, qaysi davlatlar Amerika dollariga bog'langan deganda, ma tuvandagi davlatlar hammasi Amerika dollariga bog'langan. Saudi Arabia, United Arab, Hong Kong, Bahrain, Jordan, Oman,
Lebanon, Belize, Eastern Caribbean, Aruba degandek davlatlar. Andan keyin Xitoyning puli. Xitoyning puli Amerikaga bog'langanmi deb jiq haqlar savol so'rab ketgan. Xitoyninkida hamda ular Amerika dollarlar emas, bir sivat o'xshamagan vaqtim to'shdi, o'xshamagan pullarniga o'zining pulini tanishib olgan, uninkini bir boshquradigan bir balvoq va shuning ichida o'zining puli priviyat nisbati yuqoriga chiqib tuvan tushib turadi. Hamda ularninkini shundoq o'zlari aralashib turdi, hukumat davomliq ularninki pulininki priviyat nisbatiga. Mushunchalik so'zlar, rahmat sizlarga. Tinglashapning vaqa. Gulnaz Abduqodir xonimning qimmatli leksiyasi uchun ko'p rahmat. Hamda 15 minut ara beramiz, 15 minutdan keyin davomlashtiramiz. Ovoz chiqmaydi mi? Şu ovozini bersin, ovoz bermaydi ya. Ovozini bermaymiz bizga. Stadionga chiqsa bo'ladida. Qasa ekranga. Qasa ekranni qasa. Ekran almashtirish qasa. Almashtirish qasa deb binasi yo'q-ku, shu shaharning binasi. Shuni chiqarsa bo'ladimi? Ekran almashmayapti deydilar. Voy, bu kompyuterni ishlatmasga yaratmaydi. Net kelgan namadan fontimiz nima deb tekshir. Ekran almashmaydi. Biz kichiklarni paletni qilamiz, asl cho'ng'adan paletni qilamiz. Biz kichiklar Ekran almashmaydi, muzika qo'ydi mana shu muzikani chiqaramiz. Hozir maydan kompyuterni ishlatganimizda shuni deyapman hozir. Faqat yo'q.
İkinci oturuşumuzga hoş geldinler. Bizning aramızda intayin qimmatli bir mehmonimiz var. Germaniya Bavariya parlamentining muavin boshlig'i Markus Rindersbach efendim. Markus efendim bizga tuanda o'ziniki ko'ngil so'zlarini qilib berdi. Markus efendimdan keyin Abdushukur Muhammad efendim bizga Abdushukur Abdurashid efendim akamiz bizga buni tarjima qilib bermoqchi. Ko'p rahmat. Dear Mr. President Sitik, dear friends of the Uyghur Projects Foundation, honored guests, excellencies, ladies and gentlemen, dear friends. As Vice President of the Bavarian State Parliament in Germany, in Munich, and a friend and supporter of the Uyghur cause for decades, I thank you for your invitation to address a very, very short greeting to you here today in this beautiful city, Istanbul. Assalamu alaikum. Ben Bavariya ştatındaki parlamentdeki muavin prezident olanlarım için sizlerle aramlarda çaylık şehir İstanbul'da olanlarım için düzenli gurur duyuyorum. I'm always very impressed by how Uyghurs around the world come together and wage a strong solidarity-based fight for freedom and justice. The diaspora is determined on all continents. Düşün davamlıq bir yerə kelib məşundaq bir fəaliyyətini orlaşdırıb atqanlığının üzəmdənki hayırlılığını bildirmən. I am from Germany. Germany has become one of the key destinations in Europe for Uyghur exiles, with the city of Munich emerging as a critical hub for Uyghur activism. The Uyghur community in Munich, while small, plays a central role in raising awareness about the atrocities in Xinjiang and advocating for the rights of Uyghurs worldwide. The German government, while initially hesitant to publicly condemn China's actions due to economic ties with Chinese companies operating in Xinjiang, has gradually become more vocal about the human rights violence against the Uyghurs. Ben özüm Germaniyanın Münih şehri olsa, şu Uygurlarınki diasporasındaki mühim olan Münih, şu Uygur hareketi mühim orunda durdu. Gerçi Münih'teki cemaati küçük olsa mı, onlarınki şu Uygur'un vaziyeti hakkında kılınan hizmetleri dünya boyunca şular muş Uygurlarga dikkatini tartıştı. Naydı mühim oynaydı. Germaniya hükümeti gerçi iktisadi bağlanıştı. Xitoyga bo'lgan dastlabda bek adilliklar o'tirg'i chiqarmagan bo'lsa-mu, bag'an siri shu navbatdagi Uyg'ur inson haqlariga elib berilayotgan zo'rlik haqida bag'an siri chiqishga boshladi. My city, Munich, has become a vibrant center of Uyghur culture and resistance. Uyghur organizations in the city work tirelessly to document human rights abuses, provide support to asylum seekers, and raise international awareness. The work done by these groups is not only about survival, it is about the preservation of a culture and people targeted for erasure. Bu Münih şehri olsa, şu Uygurlarınki medeni ve karşılık hareketlerinki Uygur cemiyetleri toplaşkan bir şehir. Bu şehirde biz toxtamasdan şu Uygurlarınki gaylib berilayotgan zor avallık hakkında şununki nimisini materyalini toplashda, onun keyindan şu Uygurlarınki pandalik işlerini qo'llashda naiti yaxshi xizmatlarni qilyapmiz, ham xalqaroning diqqatini tortishyapmiz.
hamda uyg'urlarninki shu madaniy jihatdagi qo'g'dash va ularninki ularga ilib berilayotgan shu zo'ravonlik harakatini yo'q qilishga tirishyapmiz deydi. But of course, Mr. President, the United States are one of the most vocal critics of China's policies in Xinjiang, with the US government designating China's actions against Uyghurs as genocide in 2021. This stance has provided Uyghur exiles in the US with strong political support, and the US has become a key base for Uyghur activism. The Uyghur population in the United States is relatively small, but Uyghur organizations in the US have played a significant role in shaping international discourse on the issue. Endi biz Amerika Qo'shma Shtatlariga keladigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlari shu Xitoyninki Sharq Turkistonda olib berilayotgan zo'ravonlik qilmishlariga eng qattiq tanqid qilayotgan davlatlarning birisi ham shunday Amerika hukumati shu Uyg'urlarga olib berilayotgan qilmishlarini 2021-yili irqiy qirg'inchilik deb qabul qildi. Uyg'urlarni Amerikadagi Uyg'urlarga olib qo'yilgan kuchlik qo'llash bu Uyg'ur shu navbatdagi vaziyatiga nisbatan muhim rol o'ynadi. Undan keyin garchi Uyg'ur jamoati kichik bo'lgan bo'lsa-mu, Amerikadagi ular aktiv xizmat qilish orqali shu xalqarodagi Uyg'ur vaziyatiga bo'lgan ko'z qarashga muhim rol o'ynab kelyapti. While Uyghurs in exile are often safer from direct persecution than those in Xinjiang, obviously, they face a number of challenges. Many Uyghurs in exile report being arrested by Chinese authorities or their agents. This includes threats to their families back in Xinjiang, attempts to monitor their activities abroad, and pressure to remain silent about the experiences. The Chinese government has implemented a global strategy of intimidation. Navbatdagi Uyg'urlar duch kelayotgan masalalarga qaraydigan bo'lsak, bular bir qancha narsalarni o'z ichiga oldi. Birisi shu digital qilgan shu Uyg'urlarga olib berilayotgan kuzatish va ularga zo'ravonlik yoki zo'ravonlik qilib berish. Bu chet elda yashayotgan Uyg'urlar mayli hukumat tarafdan bevosita bo'lsin yoki ularning o'zlarining odamlari orqali vatandagi oilasini ahvolning yuz berishini tahdid qilib turib, ularni davomli kuzatishga va ularni qo'rqitishga, ularni ovozini chiqarmaslikqa tirishchilik ko'rsatadi. Uyghur refugees often face challenges in obtaining legal status in their host countries, particularly in regions with less robust asylum systems. Economic difficulties, including unemployment and difficulty integrating into local labor markets, are also common. And in recent years, China has extended its repression beyond its borders, exerting pressure on governments around the world to deport Uyghurs back to China, where they face the threat of disappearance and indefinite detention. Countries like Egypt, Kazakhstan, and even Tajikistan have been implicated in such deportations. Uyg'urlarninki duch kelayotgan masalalarning yana birisi shu qonuniy va iqtisodiy jihatdagi qiyinchilik deydi. Masalan, Uyg'ur panohlik tiluvchilar bir qism davlatlarda qiyinchiliklarga duch kelib, ular qonuniy jihatdan e'tirof qilishga erishamaslik, undan keyin iqtisodiy jihatdan qiyinchiliklarga yo'l qo'yish, masalan, ish topolmaslik yoki bo'lmasa o'zining iqtisodiy ahvoliga kafolatlik qilmaslik ahvollarga duch kelyapti deydi. Undan keyin yaqinqi yillardan beri Xitoylar o'zining zo'ravonlik qilmishlarini chegaraning sirtiga kengaytib, bir qism ojiz bo'lgan davlatlarga besim ishlatish orqali Uyg'urlarni Xitoyga qaytarishga majburlash yoki bo'lmasa ularni yo'q qilib etish yoki bo'lmasa uzun muddatlik turmush solash ishlariga besim qiladi. Buning ichida masalan Misr, Qozog'iston va Tojikiston qatorliq davlatlardagi bo'lib o'tgan ishlar buning amaliy misoli bo'la oladi. The international community has a moral responsibility to hold China accountable for its actions and to offer refuge and support to those fleeing oppression.
It is our duty to ensure that the voices of the Uyghurs are heard, their rights protected, and their culture preserved. The world must act not only in words but in concrete deeds to bring an end to this grave injustice. Dünya cemaatininki şu Uygurlar ilip berilip atkan zoravallıkka karşı Xitaydan soraş mecburiyeti var. Hem şundakla şu zoravallık tüpelden kaçıp çıkan panalık tilekçilerge yardım kılış ve ulanınki kanun hukukunu qoğdaş mecburiyeti var deydi. Bir de bizdeki mecburiyetimiz bizden demek çoğunu hem de şu Germaniya hükümeti yakın Bavariya hükümetininki bizdeki mecburiyetimiz şu ki şu Uygurlarning ovozi xalqarada anlışı, ularning kanun hukuki qoğdılışı şundaqla dünya şu Uygurlarning haqqını, hukukunu qoğdaş üçün əməli hərəkət qilishini biz talab qilamiz. Today I stand before you with immense gratitude and admiration for the incredible work of the Uyghur Projects Foundation. The organization has shown unwavering dedication in its mission to shed light on the struggles of the Uyghur people and to advocate for their rights and culture and dignity in a world that too often turns a blind eye. Ben bugün muşu münasebetlen Uyghur Project fonduğa bolgan rahmetimni bildirmen. Bu organ muşu nöbetdeki Uygurlarninki kuruşiga özününki yardımını hiç kaçan to'xtatib qo'ymadi. Hem shundaqla Uyg'urlarninki haq huquqini qo'g'dash, madaniyatini qo'g'dash, Uyg'urlarninki g'ururini asl keltirish uchun nurg'un xizmatlarni qilyotdi. I would especially like to extend my deepest thanks to the foundation's president, Mr. Erkin Siddiq. Your tireless efforts, your courage, and your commitment to justice have made a profound impact not only to the Uyghur community, but on all those who believe in human rights and freedom. You have inspired countless individuals with your leadership, and your work serves as a powerful reminder that we must continue to fight for those whose voices are silenced. You have provided a platform for Uyghur voices to be heard, for stories to be told, and for the truth to be shared. And for that, we are truly grateful. Ben muşu münasebetlen yani bir qatim Erkin Siddiq efendimge özümdenki rahmetimni bildirmen. Erkin Siddiq efendim muşu Uyg'urlarninki navbatdagi vaziyatini dunyoga anglatish, ovozsizlarning ovozi bo'lish, Uyg'urlarning madaniyatini qo'g'dash jihatlarda nurg'un xizmatlarni qilyapti. Mana bugungidek shunday faoliyatlarni o'rinlashtirish orqali navbatdagi vaziyatni keng jamoatchilikka tunishtirish, texnik ko'p xizmat qilishga rag'batlantirish ishlarini qilyapti. Yalnız bu qilayotgan xizmatlari Uyg'ur Project fondining doirasida emas, yana boshqa texnik keng doiradagi insonlarninki shu inson haqlariga bo'lgan zo'ravonlik qilmishlarininki to'xtatilishi qatorliq ishlarga nurg'un xizmatlarni qilyapti. Bu munosabat bilan men Erkin Siddiq efendimga yana Together we will continue to strive for justice, equality and the freedom of all Uyghur people. Thank you, Mr. President, Mr. Siddiq. Thank you all. Thank you to the Uyghur Projects Foundation for your remarkable work. We stand with you and we will continue to support your efforts until the day when all Uyghurs can live in peace, freedom and dignity. Biz endi mushundaq faoliyatlar orqali Uyg'urlarninki davosini texnik keng doirada tashkil qilishimiz biz sizlar bilan birga xizmatlarni to'xtatamiz. Thank you very much. Magnus efendimning qimmatlik nutqi uchun ko'p rahmat. Shundaqla Abdushukur efendimninki tarjimasi uchunmi ko'p rahmat. Yana birga Magnus efendimning Uyg'urlarninki haqqoniy kurashini
təvrənməy qollab gəlgənlik üçün köp rəhmət. Əmdə diksiya sözlügüçilərin tügüdü düşdüm burunqı fəaliyyətdə. Amma bizdinki Avstraliyadan gələn Səlimə Kamal xanımınki bir qısqacha ko'ngil so'zi va o'zininki yozgan kitob haqidagi bir tushundirishi bor. Undan keyin savol-javob qismiga o'tamiz. Salima apay, sahnaga marhamat. Assalamu hammanglarga. Hammanglarni ko'rib, Turkiyada ikkinchi qitim ko'rgan inlarimiz, singillarimiz, hammanglarga rahmat. Men bu yil leksiya berish nimasi yo'qdim. Endi Uyg'ur Chapayev Kiyim degan kitobni hammanglar bildinglar, birinchi nashrdan chiqqan. Shu kitobni ikkinchi qitim Teklimakan nashriyati Uyg'ur Project fondining yordami bilan ikkinchi nashr qilindi. Shu munosabat bilan bir ozroq tushuncha berib qo'yish fursatini berganga sizlarga rahmat. Erkin men Şinjan gazetida 32 yil ishladim. O jarayonda Janub Shimol Altay Cho'jakdan tortib Xotan, Qashqar, Kiriyaneriyaga kezib yurib muxbirlik qilgan bo'lg'achqa Uyg'urning ahvolini balkim xil odamlardan bakrak tushunishim mumkin. Ammo bu qitimqi kitobimning texmo bir qimmat shu yerdagi 20 yil saqlagan bir maxfiyatlik bu kitob. 20 yil saqlagan. Nemishga? Chunki o kitobdagi ismi elingan odamlarning hayoti tahdid ostida qolmasin deb o'qib olganlar kitobni balkim bildinglar. Chegirdan nayt tashda qo'qib yurib o'tkazgan qo'lyozmalardan tortib hamma narsani kitobga kirgizdim. Hadig'im chiqdi. U kishi kitobimdagi mashhur birinchi shaxs vafot bo'lib ketganligi uchun 20 yildan keyin e'lon qildim. Afsus, kitobimni vatanda chiqargan bo'lsam, shu qahramonimizning beshiga o'zim bir borgan bo'lsam, xayr, amal yo'q. Endi bu kitobdagi odam bizning milliy armiya sepida nihoyatda botirlik ko'rsatgan odam ekan. Bir kuni uyim Şinjanda shuning ichida chiqib ketyapsam, bir ayol chaqirdi. Bir qahramon odam bor, unutilib ketyapti. Uning bolasi bor, chet elda qahramon, uni hech kim bilmayapti. Sizga ishinib keldim, shuni bir siz aşı kishini bir yo'qlamasangiz bo'lmaydi, 90 ga kirib qoldi deb. Adresini ilib bordim, birinchi qitim ko'rishdim, nihoyatda afsuslandim. Ishonmadi. Shunchaki yilqi kechgacha taqib ostida bo'lgandan keyin tuzuk ochiqchiga ochmadi. Yenimda raylar bor, bizniki Shvetsiyadagi raylar singlim bor. Axiri o kuni amalsiz ketib, oradan 2 yil o'tgan keyin izlab bordim. Shu chaqda men ishinib, qo'lyozmalarini o'zi turmada 17 yil yotgan vaqtida ochliqdan o'lib ketgan, doktori yo'q o'lib ketgan bir bolasi va uyda qiynalayotgan bolalarning birisini aketgan ishlab aka. Shu bolasining rasmini qo'limga tutqizib, nihoyat ochiq bilan u dunyo bu dunyolik sana amonat. Bolamni topsa, onang moddadan deysa, anlasam bolam qattiq qahramon bir bola bo'libdi chet elda. Mening misolimni yetkazib, mani sana topshirdim. Ammo buni G'uljada ochmaysa, Urumchida ochmaysa, chet elga berib ochsang, andikin qila olaysan bu ishni deb topshirgan. 20 yildan keyin shu bola bilan ko'rishdim. Atasining armonini o'rindidim, Xudoning oldida bergan va'damni o'rindidim. Garchi u jihatdan ozroq xotirjam bo'lgan bo'lsam-mu, afsus, Abay deganimdek, nihoyatda qahramon odam, nihoyatda og'ir kunlarni ko'rib, oxirida armon bilan u dunyoga ketdi. Kitobim shu, uning kitobining birinchi mazmuni, ikkinchi mazmuni Shayxo so'qishida komissar bo'lgan odam bilan ko'rishdim. U odamning texmo 700 necha jangchi o'lsa ko'madiganga imkon yo'q, qarab tursa qog'ozlar yeb ketyapti deydi.
Saqlab ketgan katta qog'ini terib agarimizni sanasak 711 ularga birdan go'rkolashqa yoki namozini tushirishga amal yo'q. 4-5 metrlik chunqurlikni ko'lab tashlab üstüge to'pini tashlagan biz. Shuning qabrisini qatirib qo'yay desam, 10 yil bo'ldi tasdiq olamadim deb bir hikoya qolgan sizlar ko'rsanglar bo'ldi. U qabrni keyin bir o'qituvchi bilan bir boy kishi o'lib ketgan qatirib bo'ldi. Qatirdi rasmlar bor menda uni oldirdim, kitobga kirgizdim. Ammo yaqinda bir skeptika o qabrni teptis qilatdi deydi. Shunchalik içindim ve shunchalik o'zimdan memnun bo'ldim. O qabrlarning hamma shakli kitobimda bor. Endi undan boshqa yana bir muncha mazmunlar bor. Bir o'lib ketgan Botir qizning qabrisini 14 yil izlagan bir rassom bir kuni meni izlab keldi. Mush urushda 16 yoshli bir qiz o'lib ketibdiki, ota-onamdan anglagandim. Rasmini sizlay desam, foto surat yo'qka, rassomning qoidasi bo'yicha 100 kitni bo'lsin to'g'ri chiqarishim kerakdi. Shuning uchun 14 yil izladim, to'ymi qilmadim. Axir bir qozoq kishining yordami bilan topdim. Mana bu suratni sizga beray, sizga bo'lsin deb o'zining ahvolini uni kirgizib qo'ydim. Qaranglar, bizning odamdan bir yosh rassomning aqidasini biz ular qaraganda hech nima qilmadik. Shuna o'xshash Janubiy Shinjongda bo'lgan kurashlarda qahramonlik ko'rsatgan Abduniyaz Kamolni hammanglar bilasizlar. U kishining hayotini o'rganib menga bir qattiq ta'sir qildi. Chunki boshliqlarning ba'zilari choy ichib o'tirib yumshoq ko'pida yashab o'lganlar bor. Jangda o'lgani haqiqiy qahramon. Abduniyaz Kamol jangda titib etdi o'rislar. Shuning uchun uni kirgizdim. Chunki uni kirgizishimning u tarafiga yana birisi Janub bilan Shimolning o'xshash qahramon odamlar bor. Kitobimda ikkisi bir yerda turishi kerak. Oxirida miltiq bilan emas, qalam bilan o'zini yezib ko'nglini Uyg'urning sadosini ifodalagan Malika Ziyovuddinning qandoq fojialik o'ldirilganligi madaniyat inqilobida. Demak, miltiqmi dushman, qalammi dushman Xitoyga. Mustaq bir narsa. Kitobimning qisqacha mazmuni shu qolgan. Endi yana bir narsani deb bersam, sizlarga shunda erkin azodi ishlarni qilib ziyorat qildingmi deb qolmanglar. Birinchi qitim shu Chapoyev nomini og'a odamning uyiga, shu cho'ng odamning uyiga borganimda aqamga saqchi kirib oldi. U kitobimda tafsil yozdim. Saqchi kirib olganni u odam tuydi, olibla menga bir qarab qo'ydi, meni u odamning uyidan aketdi. G'ulji shaharning ichida uyim bor, uyimning adresini topmadim, mendan so'ramadi. U tul ashaddan kelgan bit uyimni oldiga tashlab qo'ydi. Demak, o'shancha materialni ko'tarib mengacha men pek ansirdim. İkinci qitim Şeyx Soqishid komissar bo'lgan odamning uyidami, endi bir kitobni chiqarib o'zini yozgan kitobga imzo qo'yib beray deb bir odam assalomu alaykum deb kirdi. U odamni bir olib to'xtab qoldi. Bizning mashhurlarimiz qalam egilarimiz Yolqin Ro'zi va uning o'xshash Abduqodir Jaloliddin, tabiiy fanlar sohasidagi Xolmurat G'ofur, Toshpo'lat bularni yo'qotdi. Ammo undaq qerib yashab bir yerga borgan odamlarmi toki 2004-2005 yil ayrildim vatandan shuninggacha taqib ostidagi. Bunlar endi bir men kuchlik deydi, yana birinde deydi, bunga bir javob topolmadim men. Bunchalar Uyg'urdan qo'rqidi ekan undaq odam. Uyg'urdan qo'rqidi, Uyg'urdan ansiraydi, bu vaqtda ishmaydi. Shuninggacha ular o'zlarini dirdir titrab yashapti bizning mashhurlarimiz. Ularni deyishimning maqsadi o'z tarixini bilmagan xalqning bo'lsa-o'z ish o'xshaydi deydigan gap bor Yevropaliklarda. Hammalardan o'tinaman, tariximizni yaxshi o'rganinglar, bizning qahramonlarimizni unutib qolmanglar. Hamon bir kuni sizlar, yoshlar, cho'nglar ketadi. Yoshlar sizlarga qoldi. Osh qahramonlarimizning ruhi sizlarni bir silkindirsin degan armon bilan sizlarga kitobimni taqdim qilmay, rahmat. Salima apayning so'zlariga ko'pdan ko'p rahmat. Salima apamizningki kitobi setilmoqchi, uningki pulisi Uyg'ur Project fondiga iona qilinadi. Shunga qo'llashni xohlaganlar setib olsanglar bo'ldi. Undan boshqa kitoblar haqsiz sovg'a qilinadi. Ilib olsanglar bo'ldi. Endi biz oldingi 3 leksiya so'zlaguvchini sahnaga taklif qilamiz. Gulshan Abduqodir xonim, Gulnaz Abduqodir xonim, Magnus efendim, sahneye merhamet.
Gülşen adam yok mu? Kol gidiyor. Gülşen adam çıkıp ketken okşaydı. Kep boğutça. Magnet efendim bilen Gülnaz Abdülkadir Hanım'dan soraydıgan suallarını sorgaştırayla. Sualыңа bala kol gidersenler mikrofonu kaçınlarga barıdı. Agar mehmonga suolinglar bo'lsa, masalan, Uyg'urcha so'rasanglar, men germancha tarjima qilib berganimga o'tirg'a chiqib qoldim. Gülşen'den mi geldi? Başkalardan sual gap bo'yicha men Gulnaz Abduqodir xonimdan bir savol so'ray. Gulshandan yerine bo'yicha. Hozir xalqaro munosabatda Xitoy, Rossiya qatorliq davlatlarning boshchiligidagi birikiz Amerika dollariga xirsab kelyotdi. Amerika dollarining ishlatilishini tashlab, buning o'rniga biz o'zimizning pulni ishlatamiz degan sado bilan o'tirg'a chiqib faoliyat qilayotgani bir qancha yil bo'ldi, balki bir qancha 10 yil bo'ldi. Sizningcha bularninki Amerika dollarini tamamen pirovotdan chiqarib o'tib, o'zining pulisi bilan tijorat qilish imkoniyati bormi? Bular Amerika dollarining hukmronlik o'rniga qanchalik xiris kelalaydi yoki kelyapti? Rahmat. Ya, o'zinglar degan boy so'zlab o'tgandek, Amerika dollari xalqaro asosiy zapasi pul butun dunyodagi hamma markaziy banklar Amerika dollarini tutib turadi. Uni menga yo'qotib, Xitoy o'zining pulini chiqarish menchi bo'lsa yaqin zamonda mumkin emas. Keyingi uzun zamonlar o'tgan keyin qanday bo'ldi, uni bir farz qilib bo'lmaydi. Menchi o'zi yaqin zamonda mumkin emas. Rahmat. Boshqalardan savol so'raydiganlar bo'lsa. Burhan Sitiyapan. Assalomu alaykum. Mening savolim Gulnaz aka. Gulnaz aytdilar 1971-yil Amerika pulidagi oltin almashtirish nimasi qilib fiat, ya'ni bir prosesini o'tkazib o'tamiz. Bu vaqtdagi asosiy sabablardan biri o'sha Amerikaniki to'xtamasdan Amerika dollarini chiqarib oltin bo'lmagan holatda, ya'ni oltin zot yo'q, lekin ko'plab oltin desib chiqargandan keyin Fransiya hukumatiniki bu dollarni yig'ib Amerikaga taslim qilib, Amerikaga taslim qilib oltinni barcha talab qildi. Amerika oltinni taslim qildi. Buni shu nega to'g'ri shu boshqa Amerika xalqi to'g'rimi, ya'ni o'zi oltin turib boshqa shu sanoatlashgan Germaniya, Fransiya dollarni Amerika al bu dollarni biz oltinni o'zida oltin yo'q ekanligiga e'tirof qilib asratdan Nixon chiqaradi. Shuni sizni chet ellarda shundoq deydi ekan, Amerikada o'namda pul siyosati, pul tarixida ochiqroq demaydi. Shunda ishlar bo'lishi mumkin. Amerikadami abay tarixida o'tgan to'g'rilarni jiq bisib, paxallashib, uniki birligi bo'lmaganlikdan pulniki. Shuning bilan oltin bilan kumushga bog'langan. Shundan keyin Amerika dollari bir qo'l mukammal bo'lgan. 71-yilda qanday ishlab ketdi? 71-yil nurg'un ishlab ketdi. Nixonning vaqtida. Menchi qalayim qani. Gaylar ochiq emas. Men o'zim shu pul muomala sohasida uzun yil ishladim, 30 necha yil. Wall Streetda lisens olib turib 8
7-8 lisensim var. Biz naiti kattık deyimiz tüzümler, muamele hem de kanunlar bardek. Bu doğrusu biz kalayımkan sözleşke fakat ruhsat yok kalayımkan emas. Leksiya sözleşimge ruhsat yoktu burun. Pultu 8 ayda pensiya çıqqanlığımdan meyde sözler attı mende. Onun aldı akademiyaga meclis kelgen 2014-yılı leksiya qilish ruhsat bolmagan anglab ketgandim. Şunun için o işler boğan, pul pahalış Amerika tarixida çıkıp boğan, ulanı qandaq kontrol qilgan, her birisini o'qishmagan, qurallar bilan o'qishmagan, amaslar bilan boğan. Sizden deganiniz to'g'ri, ammo uni ochiq oshkora leksiyalarda Amerika o'zining ichida anchachiq pul qolmagan nimada oltini qolmay andaq bo'lgan deganlarni deb so'zlamaydi. Rahmat sizga. İlgili biz ürünçüde taşyol kuruluşlara yoki boshqa kuruluşlarga Dünya Bankisi pul tasdiqlabdi. Hatta bazı kişiler bevosita sizniki qo'lingiz orqali bo'pti degan xabarlarni oldik. Bu xabarlar rost bo'lsin, qanchalik bo'lsin biz suyungan sizning bilan ishlayapmiz. Biz meni hozir so'rayotgan savolim Dünya Bankisi'niki mablag' tafsilotini bilmayman, ammo hozirda Uyg'urlarimiz uchun Project Astra bizga foydasi Yok, sorry. Yok deganning sababi Dünya Bankisi abay dedim-ku, men Bretton Woods kelishimida 44-yil qurilgan. Uningki asosiy maqsadi dunyodagi taraqqi qilayotgan davlatlarga davlatlarning hukumati orqali qarz berib ularning shu kambag'allikdan qutqizish projektlar orqali naqd pul bermaydi. Masalan biz vatanda tashil projekt qildik. Ben 10 yıl işledim Dünya Bankı'da. Muharib projekt qildik, binalarni saldik. Lekin nimdaymiz yezigilik taraqqiyot, ta'limninki suv kirish chiqishi, shular men o'zim bevosita qatnashgan tashil qurishlarga necha milliardlik. Shu vaqtida bizga bir iltimos kelgan. Xotanning bir yezisida su yo'q ekan, pok su, 90-yildagi gapda. Pok su yo'q ekan, hayvonlar bilan odamlar bir ko'lchakda suv ichadi ekan, qurtlatgan suvlarni. Shu suvni tozalab turgan bir projekt qilsak deb bizga iltimos kelgan to'landan. Shuni biz yezib Xitoyninki moliya ministriga sun. Bu Dünya Banki har bir davlatning moliya ministri bilan ish qildi-chi. Hukumat bilan ish qildi, shaxsiy bilan qilmaydi, ya tashkilot bilan qilmaydi. Shundan uningga sunsak, bular analiz qilib, u yerda odamlar ozga, Xitoychindagi rinkom ijidu deb qo'ydi, Xitoy odamninki, ya'ni qanchalik mablag' asosida qanchalik odamga foyda bo'ldi deganni hisoblaydigan. Xotanga undan mablag' asosida oz odamga ta'sir qildi ekan. Bu pulni biz Sichuanga solamiz. Sichuanda odam zich. O'xshash pulni Sichuanga solsak, bundachiq odamga foyda bo'ldi ekan deb shu biz qilgan pulni Sichuanga o'tkazgan. Bermagan shu vaqtida. Men bilan ham bir turkni manbatdi. Birga ishlaydigan xizmatdoshim xeyli kuchlidir. Ammo undan keyin men Xitoydan meni yo'tkazib, o'sha Xitoy arz qilib, mesela Uyg'urcha biladigan bir savolga bizga kami so'nmaydi. Chunki vaqtni sifatini tuzitishda Qashqar taraflarda tuvanlarga tushib nurg'un odamlarninki amil ahvolini hukumatning og'zini emas, obyektiv odamlarning puxlarning ahvollarini bilib oldik-da. Ularni yaxshi ko'rmadi. Chunki ular biz bunday vakil bo'lib borsak, vakillar so'zlab bersa, o'zining xolig'ini xalqan yerga olib borganni undaq yaxshi ko'rgan, yasab qo'ygan yerni oldin ola. Biz o'tib borgan yerlarni berib bilmagandan keyin ular meni yaxshi ko'rmay, ular qizil hujjatlik tashliq uqtirish chiqarib Dünya Bankiga sunib, meni u yerga kamison deb iltimos qildi.
Şuna bilen beni Orta Asya'ya götürdük. Biz Orta Asya'da işledik. Orta Asya'da işleyen çağda Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan degandek eşyadaki hem devletler işlem doğru projelerni qildim. Şu vaqtida Almatıda işleyen çağda Almatıda bir yeryüzüde birden bir Uyghur institutu var ekan. Şu ay taklif qilgan Uyghur gazetida şu amı şu 90-yılı nəhayət qiyinchilik vaqtida pul yo'q. Şu maktabni yo'lashga pul bir Dünya Bank'dan iltimos qilib qilsangiz deb. Onu biz şu Qazaq ministersiga sunib kirgizgan. Bunu bevosita pul bermaymiz da. Biz faqat hukumat bilan ish qilamiz. Qoidasi shunda. Qilsak o ishmi ular shu o'zining muhim proyektlarini oldi qo'yib Uyg'urlarning maktabini muhim qo'ymay keyin qo'yib bo'lmagan. Shuning o'xshash o misollarni deganning sababi Uyg'urlarning ishiga ular bermaydi demoqchi. Shundoq. Rahmat amma so'rg'iningizga. İki sualım var. Sıkılmaz var. Fakat bir sualım ne yok sizde. Germaniya devleti Avrupa'daki en mühim devletlerden birisi. Sanayi olsun, sanayi olsun. Bu Avrupa'da Engiltere, Fransa, Germaniya mühim bir devletler. Xitayga insan hakları hazırki muş yapım bir qancha yillardan buyon men kuzatishimcha masalan Five Eyes Germaniyadan Fransiya davlatning siyosatiga pasif. Germaniya hatto ijro davlat. Ümidsizlik ümidsizlik Germaniyaga amaliyotda Angliya va Germaniyaning pozitsiyasini aytdi. Sizcha asos Germaniya müşterisida bir ve değerli bir siyasetini minik yılların dastlabki vaqtlarda bu xalqaro bergan mablag'larda albatta hududlarda Kimisi teşkilatlar, hukuk müşrikler, bu konuda teşkilatlar, bu anlık başında yani Misyon Avrupa rayonunda şu yerli hükümetlerin ki yenilerini geçiş Uygurlar'daki biliş, solukların tatlıdır bu zaman nurgun Uygurlar'ın tatlısı olsa da cemiyete şikayet var. Bayağı yaşlıyız. Neticesi oldu mu? Hatta fon, maliye fondu müşahede düzülüm o, saydı o, cevap o. Bilen birinci sualdan başlayalım. Ich teile Ihre Enttäuschung über die deutsche Bundesregierung. Deshalb bin ich auch hier. Nicht nur aus Respekt vor Ihrer Arbeit, sondern auch in Deutschland ein Zeichen zu setzen, dass wir mehr Augenmerk brauchen auf die uigurischen Menschenrechte. Ben sizningki ümidsizlanganligingizga memnun qo'shilaman. Shuning uchun men bugun bu yerda bu Germaniyaningki buning siyosatidan Uyg'urlar qanday bo'lganligi haqida men biroz Ich begleite die Uiguren in Deutschland und in München seit 2009. Damals wusste in Deutschland noch niemand etwas über die Uiguren. Heute wissen alle etwas damit anzufangen. Das ist das Ergebnis ihrer hervorragenden Arbeit. Ben 2009-yılı o'sha Bavariya shtatlik parlamentga kirgandan yoqi Uyg'urlar bilan birga ishlayapman. 2009-yılı Uyg'urlar desa Germaniyada hech kim bilmaydi. Bugun Uyg'ur desa Germaniyada hammadan biladi.
Politik der deutschen Regierung gegenüber China ist leider nicht so selbstbewusst wie die Politik der USA. Germaniyadagi Uyg'urlar haqida ilib berilayotgan siyosiy xuddi Amerikaga o'xshash yaxshi bir shaklda ilib berilmayapti. Die wirtschaftlichen Interessen sind so groß, dass sie häufig mächtiger sind als humanitäre Fragen, ehrlicherweise. Samimliklar aytgan vaqtida Germaniyaniki iqtisodiy jihatdagi hamkorligi bu Uyg'urlarning inson huquqlari masalasiga qaraganda muhim rol o'ynaydi. Das gilt auch für Frankreich. Es gibt in Europa vor allen Dingen zwei Länder, die mit Selbstbewusstsein gegenüber der Volksrepublik China auftreten. Das sind die Tschechische Republik und Litauen. Das gilt für die Frage der Uiguren, das gilt aber auch für die Frage von Taiwan. Amaliyotda Germaniya bilan Fransiya Yevropadagi eng kuchli davlatlarning birisi bo'lishni bilan shu Uyg'urlar haqida o'zining ovozini chiqarishi kerak edi. Ammo Germaniya bilan Fransiya bo'lmay Chexiya bilan Latviyadan iborat ikki davlat shu Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lib keldi. Yolg'iz Uyg'urlar emas, Tayvan masalasiga ham ko'ngil bo'ldi. Das müssen wir verändern. Das alles muss besser werden. Es ist auch etwas besser geworden. Die jetzige Regierung hat in ihrem Koalitionsvertrag aus den drei Parteien, die in der Regierung sind, erstmals die Begriffe der Uiguren und die Taiwan-Frage im Koalitionsvertrag stehen. Und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock adressiert das Uiguren-Thema deutlich häufiger als die Regierungen vorher, aber noch nicht häufig genug. Amaliyotda bir qism o'zgarishlar bo'lyotdi. Xabar topilganidek Germaniya hukumati amaliyotda 3 partiyaning birlashmasidan tashkil topgan birlashma hukumat. Birlashma hukumatdagi 3 partiya o'rtasidagi to'xtamnomada Uyg'ur bilan Tibet masalasi to'xtamnomining ichida bor. Buning ichida shu partiyaning vakili bo'lgan Annalena Baerbock degan xonim, tashqi ishlar ministri Uyg'urlar masalasini xalqaro sahada davomli qilib kelyapti. Es gibt also noch sehr viel zu tun. Ich bin durchaus hoffnungsvoll und nicht nur voller Enttäuschung, auch wenn ich die Enttäuschung teile, weil in Deutschland mittlerweile erkannt wird, dass wir nach dem Ukraine-Krieg und nach der Pandemie viel mehr tun müssen, um uns auch von China viel unabhängiger zu machen, als wir es im Moment sind. Wir sind sehr abhängig in vielen wirtschaftlichen Fragen. Diese Abhängigkeit müssen wir minimieren und damit einher geht dann hoffentlich auch das Selbstbewusstsein, die uigurische Frage selbstbewusster zu adressieren. Buningki ahvol bundan ko'p yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun men bu yerda biz korona vaqtidagi ishlarni to'liq hal qilib bo'lmadik. Ukraina masalasi, o'zgarayotgan masalalarning birisi. Bu shu masalalar hal qilib bo'lgandan keyin bizningki Uyg'ur masalasiga ko'proq ko'ngil bo'lishimizga yetarli nimamiz bo'ladi. Shu vaqtlarda cho'qim bu narsalar yaxshilanish bo'ladi deb qarayman. Undan keyin biz nurg'un jihatda aytgan vaqtida, iqtisod jihatdan aytgan vaqtida Xitoy bilan yenilam bog'lanib qoldik. Shu bog'lanishimiz borgan sari ojizlashishi, hatto yo'q bo'lishi kerak. Rahmat. Gulnaz xonim, sizga keldi. Dünya Bankı project to'g'risida oldu deyman. IMF dediniz, IMF emas. IMF undaq nimdeme Dünya Bankı bilan IMF'ning farqi. IMF bo'lsa pul siyosati maslahatlari, ularning davlatligi bilan 190 nimbağı a'zo davlatlari. Dünya Bankı'nın shundaq UN'ninki okay. Yeah, Dünya Bankası, IMF andaq privatna sifatida rolu var. Başqa bayman so'zlar kerak. Dünya Bankı qarz berganlar maxsus projekt qilgan. Shu gaplar bo'lgan. Henry Wood degan bir odam bor, esimda bor. Shu odam meni izlagan shu vaqtlarda 90-yillarda deyman. Dünya Bankı'nın nimalarni ishlatgan, jazo lagerlaridagi odamlarni ishlatib nima qilgan deb shundoq shikoyatlar bo'lgan, uni tekshiradigan
tekshirib yo'q deb chiqadi. Nimaga shikoyat etsangiz, bir qiyinchilik bor. Dunyo bankida emas, har qanday xalqaro tashkilotlarda, mayli UN bo'lsin, bir shikoyat qilsa, masalan bizning jazo lagerlarini shunday shikoyatlarni qildik, biz ko'rib turdik, odam avval tekshirilgan. Adam evet tekshirishga adam avatishdan burun Xitoy hukumatiga deyish kerak. Bunda odamlar munchincha hisob oldi. Ular kutib oldi. Kutib olganki, ularni shunga loyiq tayyorlik qilib, o'zi yasab chiqqan narsani ko'rsatdi. Shuning uchun meni o Şinjandagi proyektdan chiqardi deganda, men shu ramkaning teshrik gaplarni bilib olganligimda, yerlik bo'lganligimdan, ham buni tushunganligimdan shuning uchun o ishlar tekshirish o'maklar shu men Dunyo bankining aralashtirdiği oxirgi mezgillarda bo'lgan ishlarni tekshirish avatgan o'maklarni ve üzerine bağlan, mesela bu tarım, irrigation and drainage project'e işte supervision için tekshirish missions bağlandım. O vaxtda mesela yutkelgen aileler varken, mesela meyeden mayakı yutkep, onlara öylerini, yerlerini, bəgən bir neçə ailelərini biz görüşdük, gəpləşdik. Buradan koyun ayaqda durmaya götürdük, üylürgü vardı, tekşirdik. Onu menden kim yani bir neçə gruplarını evet tekşir etdi. Onları yani yok çıktı. Bingtön gayrım bu bəgən, onu aldığım projekt var. Bingtön'ün projektisi mübağandım. O kumuldu ki Bingtön'deki. Onlar şu yaxta turpan bilen kumuldu ki. Üzüm işlep çıkarış olsa da. Şimdi sen oldu, bu iqtisat degen 100% iqtisat emas, political economy deb qo'ydik. Her bir siyasi iqtisat siyasi aralashmagan. Shuning uchun da 100% iqtisat yo'q. Har qanday iqtisat projekt qanchada siyosatni aralashtirib olgan, o'zining vakillarini shunday cho'ng jazolarga ketdi yo'q deb turdi. Andaq kichiklarni ular bizga har xil chiroyli rasmlarni chizib ko'rsatib, haqlarni hal qilib yo'lga saldi. Bunun için paydaşır qanchalik problemlar var. Onu yetib bilib ketmaymiz 100%. Ama sözlüğünün uğraşındadır işler var. Rahmet. Çok rahmet. Merhabalar. Benim Subalı. Marka Sepeti'nde. Bizden bu yerde doğal rahmet etme uygulandığı hukumun yoldaş yolu da bizge en yürekli doğal ve dünyadaki en çok Uygur Teşkilatı'nınki merkezi doğan Averiya Eyaletinin merkezi birlikte başta istiyorlar bir yer doğal. Hakikaten kursan buldum. Benimki asas kalmış o. Germanya'da Xitay'ınki çok ticaret ortağı. Hem de Xitay'ın iktisadının bugünkü gün dikilişinde Germanya'daki çok. 80. başta Germanya Türk Kazakstan'ın şimdi işte çalıştığımız ayrı elektrik firmaları oraya mesleğini hem de büyük ülke var. Almanya'daki sanatının hatta hesabında var şu Bavyera eyaleti de ülkesi de en küçük bir saha olan Abdülhamid'in çıkarış sahası belki elektrikli Abdülhamid'in çıkarışındaki yukarı sürat bilen ölçüye erişip bir yerde kriz başlamak falan görüyoruz. Benim demek şu, Xitay'ın elektrikli Abdülhamid işler çıkarılan bataryaları ve işler çıkarışında kullanılan lityum maddesine mecburi işler çıkarılan ait
bir kısım tadqiqot materialları oluşturmoqda. Hani Germaniya Xitoydan import qilgan avtomobillarni va yoki Xitoyning inson huquqlari siyosatini yaxshilash tarafga indab agar yoki Xitoyga setib beriladigan mahsulotlarniki asosan qarab yuzlangan bir siyosatni yuritish imkoni bo'ladimi bo'lmaydi ularni o'zi tamamen Xitoyga qilishimiz kerak dedi. Shu qadam e'tiroqanda shuni so'ramoqchi. Men bir tarjim qilib o'tay, andan keyin javob bersin. Çünkü Xitoyni bugün indek keltirilgan har xalqaro jamiyat davlatlar bo'lishib bilan Xitoyning iqtisodini kontrol qilgan va uningki tomir bo'lgan bu yerga olmay boshqa nurg'un moddalar Xitoy to'g'ri yo'lga Xitoyniki qaraydigan bo'lsa qonunda yaxshi gaplar shu anda aytdi yaxshi insonlar nurg'un gaplar bor ammo hech qaysi bu uyg'unlik emas. Shunlashqa Xitoyni indek gapirish uchun Xitoyniki iqtisodiy jam to'mirga o'tmay Xitoyni to'g'ri yo'lga bo'lmaydilar qarayman anlaşılır. Ihre Frage hat sehr viele Aspekte. Vielleicht zunächst zum Menschenrechtsaspekt. Deutschland hat vor 2 Jahren ein sogenanntes Lieferkettengesetz auf den Weg gebracht, das alle Unternehmen, die mehr als 3000 Beschäftigte haben, verpflichtet, die Lieferkette von dem ersten bis zum letzten Schritt transparent offenzulegen. Verboten ist Zwangsarbeit, verboten ist Kinderarbeit, verboten ist Arbeit, die die Umwelt vor Ort massiv verschmutzt und vieles andere mehr. Es ist das schärfste Lieferkettengesetz in ganz Europa und die Europäische Union hat jetzt nachgezogen in diesem Jahr. Es betrifft nicht nur Elektroautos, es betrifft Adidas, Puma. Es gibt ja viele deutsche Firmen jenseits von VW und jenseits der Automobile, die leider in Sachen Zwangsarbeit immer mal wieder in Verdacht geraten sind. Dieses Lieferkettengesetz ist eine Antwort darauf. Übrigens nicht nur mit Blick auf Ostturkestan, sondern auch auf die Republik Kongo, wo Kobalt geschürft wird und vieles andere mehr. Das ist die erste Antwort zu Ihrer Frage des Menschenrechtsteils. Hier sind wir sehr konsequent
Und unsere Wirtschaft kritisiert uns sehr dafür, weil sie sagen, wir haben jetzt jede Menge Bürokratie. Wir müssen bis in die letzte Verästelung der Lieferkette nachweisen. Und die Unternehmer sind selbst mitverantwortlich. Also der Chef der Firma kommt im Zweifelsfall ins Gefängnis, wenn er falsche Angaben darüber macht, ob die Lieferkette sauber ist oder schmutzig. Sizning sualingizning ichida nurg'un taraflar bor. Men oldi bilan inson huquqlari tarafidan boshlab so'zlay. 2022-yili Germaniya hukumati mush ta'minlash zanjiri qonuni deydigan bir qonunni e'lon qildi. Germaniyada setilgan yoki Germaniya uchun ishlab chiqarilgan mahsulotlarning hammasi yuqoridan tortib eng tuvangacha şu her bir tügününü ishlab chiqarish jarayoni, uni tushish, undan keyin setish, her bir tügününü nihoyatda qattiq kontrol qilib, bu yerda inson huquqlarining bepsandligi bormi, muhitni bulg'ash ishlari bormi, hamma narsa kontrol qilinadi deydi. Bu Yevropa miqyosida eng qattiq qonun deydi. Mush Germaniya qilgan qonun şu Yevropa dairesi kengaytilishi oldi turyapti. Bu yalğız Sharqiy Turkiston bilan bog'liq emas deydi. Yalğız Sharqiy Turkiston bog'liq emas. Masalan, Kongoda masalan şu elektrik asboblar uchun e'lanadigan kobalt metallining ishlab chiqarishi majburiy emgak bilan bo'lganligi uchun biz ularni kontrol qilamiz. Undan keyin bu yerda sizning deyotganingiz elektrik mashinaning ustida bo'lyapti. Amaliyotda yalğız elektrik mashinalar emas, masalan Puma va Adidas qatorliq Germaniyaning dong'liq markalari bor. Bularga ta'sir qiladi. Meyli elektriklenimiz olsun, meyli başka sahalarda olsun, biz onu qattiq kontrol qilamiz. Eğer Germaniya hükümeti muşu tügüllerinin içinde ma'lum bir yerde çatak deb qalsa, şu şirketning boshlig'i qonun bo'yicha taraf qilib turmuga solinadi deydi. Mesela Adidas şirketida ma'lum bir narsa chiqib qolgan bo'lsa, Adidas şirketining boshlig'i turmuga kiradi qonun bo'yicha deydi. Sie sagen richtig, dass man China vor allen Dingen nur wirtschaftlich treffen kann. Das gilt aber auch für mein Land. Das gilt auch für Deutschland. Deutschland hat unter den 20 größten Volkswirtschaften der Welt, den G20, im Moment das niedrigste Wachstum. Wir haben nach der Pandemie wirklich große Probleme gehabt, mit unserer Wirtschaft wieder nach vorne zu kommen. Und wir haben seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine allein 60 Milliarden Dollar bezahlt zur Unterstützung der Ukraine. Und da sind die 1,5 Millionen Geflüchteten aus der Ukraine in unserem Land, die in unseren Schulen, in unseren Kindergärten unsere Unterstützung benötigen, noch gar nicht mit drin. Das heißt, auch unsere Volkswirtschaft steht vor gewaltigen Herausforderungen. Und deshalb ist die Forderung an die deutsche Politik, bitte seid wirtschaftlich etwas zurückhaltender, zwar humanitär nachvollziehbar und ich unterstütze die Forderung, aber es ist sehr schwer umsetzbar, denn es geht auch um Wähler und die Wähler sind sehr unzufrieden, dass die wirtschaftliche Situation in Deutschland im Moment nicht so ist, wie wir es aus anderen Ländern im Moment sehen. Endi iqtisodiy jihatdagi masalaga kelgan vaqtida iqtisodni ojizlik nuqtasi, Xitoyning iqtisodiy jihatdagi ojizlik nuqtasi bo'lishi yolg'iz Xitoyning masalasi emas deydi. Germaniyaning ojiz nuqtasi iqtisod. Bu shu taraqqiy qilgan 20 sanoat davlatdagi G20ning ichida Germaniyaning iqtisodi hozir eng ojiz nuqtaga tushib qolganlik deydi. Chunki biz Ukraynaya urush boshlangandan beri 60 milliard dollar qiymatidagi harbiy yordamni biz Ukrainaga ta'minladik. Buning ichiga 1,5 million bizga kelib yashayotgan ukrainalik buning ichida emas. Endi Germaniyaga nisbatan aytgan vaqtida iqtisodiy jihatdagi ojizlik bu Xitoyga iqtisodiy jihatdan bisim ishlatishga biroz nima keladi. Hozircha siyosatga to'g'ri kelmaydi. Chunki biz o'zimiz iqtisodiy jihatdan ojiz bo'lgan holatda yana bir davlatga iqtisodiy jihatdan besim ishlatishimizga bizga qurbimiz yetmaydi. Germaniyaning iqtisodiy ham ojizlab ketib qolsa, saylanma qatnashayotgan chunki 2 yildan keyin Germaniya saylanma qatnashadigan odamlarning norozilik kelib chiqishi mumkin. Shunga bunga nisbatan real bo'lishimiz kerak. Und die letzte Frage zum Elektroauto. Hier hat die deutsche Industrie geschlafen. Wir sind viel später dran als beispielsweise Amerika mit Tesla oder China mit BYD und anderen. Das macht unserer Industrie schwer zu schaffen.
Wir erwarten in den nächsten Jahren hohe Arbeitsplatzverluste. VW und Volkswagen will in Deutschland mehrere Werke schließen, um sie in anderen Ländern, zum Beispiel in Amerika, dann neu aufzubauen oder auch in China. Das bereitet uns tatsächlich große Sorge. Aber am Ende geht es in der Wirtschaft um Wettbewerbsfähigkeit. Und zwar in allen Bereichen, nicht nur mit China, sondern auch mit Amerika und unseren europäischen Partnern. Und hier haben die Deutschen leider große Herausforderungen, die nicht dazu zwingend führen werden, Zugeständnisse an das eine oder andere Land oder an die eine oder andere regionale Gruppierung zu machen. Sie merken, ich gebe Ihnen sehr ehrliche Antworten und auch sehr selbstkritisch mit Blick auf die deutsche Politik. Endi elektrik mashinaga kelgan vaqtida biz haqiqatan Germaniya shu elektrik mashina raqobatida uxlab qoldik. Masalan, Amerikada Tesla, Xitoyda BYDga o'xshash mashinalar bozorga ko'plab solingan bo'lganligi uchun Germaniya bu raqobatda keyinda qolganligi uchun Volkswagenga o'xshash nurg'un Volkswagen shirkatining masalan nurg'un zavodlari taqilishga majbur bo'ldi Germaniyada. Biz bu zavodlarni Amerikada yoki Xitoyda boshqa yerlarda ochdik. Endi bu raqobat nihoyat kuchli raqobat. Men sizga samimiy bir javob qilay. Bu raqobatni biz keyin qildik. Shuning uchun bu elektrik mashina masalasida Xitoyga besim ishlashga biz ojizlik qilamiz. Men savollaringizning hammasiga samimiy javob qildim. Garchi mening savollarimning javobini savollaringizni ham tushungan bo'lsam-mu, bir qism Germaniyaga nisbatan tanqidni hukumatga nisbatan o'zimning tanqidni bildirish bilan birga men sizga samimiy javobimni bildirdim. Shu akang sizni savolingiz bormi? Meniki savolimiz Xalq safarlariga rahmat aytay dedim. Siz bu qadam Xalq institutining raisi Anvar Akilga konuştular. Bunların atayın ifade için yaptınız. Ve etkisiz mi düşünce? Aslında biz mağarada bilgen mümkün. Lisya sürgüslerine bırakın bu anlamda demek ki Uygur Project Fondu'da kelmeler sokak vermeyiz. Olarak takas. Güzel bir yer var. Şu siz demek ki bilgen siz lisyada kalan bütünüz layıklı şu Project Fondu Uygur Project Fondu'daki kullanılan barakanda peki jürinin sıkıntılar Allah'a layık adalet ve hamdülillah Alıcının boyuzu kullanarak yapan sizin köprünün çıkımlar hatayın teşekkür ettim. Ondan başka bilen liseye yapmış bu şu kaliteleyen Amerika'nın ait bize tasarlanmış olan sıralaması yani doktor Aşkın hizmet tasarlandı. Başının karşısında olduğu Germancının karşısında olduğu Bundan pes oldu. We are not rich, just presenting certificate. Yes. I had aldı da resim tartib sahne. Özgü atattı. Özgü atattı. Pastı basınız yaxşı. Maya gelsiniz. Come here. I say just come here. Maybe it's here. Siz begandek turma erkenka. Abdüşkam
bayağı Türkiye siyasette Şincan diye bir kelime işletti. Şincan diye bir kelime düzüstü büyüklerden kullanıldı. Bu sözde Romanya hükümeti Ich kann diese Frage. Ich weiß es gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Wissen Sie es? Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass es eine Einschränkung gibt in Deutschland. Man darf auf Pakistan sagen. Wir dürfen auch mit den Fahnen demonstrieren in München. Aber Ameliyatda Şinjan'da işiltemdoq yoki Sharqiy Turkistonda işiltemdoq. Hatta bu Sharqiy Turkistonning bayrog'ini ko'tarib namoyish qilamdoq. Men bir erkin davlat yashayman. Uning nisbatan bir hukumatda bir cheklanma borligini bilmayman. Tugudimi javob tugab. Unda bo'lsa, men bir narsa qistirib o'tay, gapingizni nima qilay. Men maqotim yozda O'zbekistonni ziyorat qilib keldim-ku. Ben Özbekler bilan paranglashgandan bular Şinjan degan kalimani ishladik. Men dedim bu haqoratli so'z nima Uyg'uriston demaysizlar yoki Sharqiy Turkiston demaysizlar desam, biz matbuotda davomli mushu anglab kelganligimiz uchun mushu Şinjan degan gap to'g'ri gap o'xshaydi. Biz Şinjanda ishlatdik, sizlarga haqorat qilganini biz bilmabdik dedi. Endi u gapni rost haqiqatan bu Yevropadagilar bilmaydi. Endi u Şinjan degan gapni mediada shunday ishlatganligi uchun, hukumatimizda shunday ishlatganligi uchun u endi Şinjanda ishlatilishi bularga nisbatan Sharqiy Turkiston deyish yoki Şinjan deyish menimcha jiq farq qilmaydi deb o'ylayman. Uni o'rgatish kerak. Biz hozir deb qo'ydik. Şinjan degan gap biz qabul hozir men germancha dedim. Mesela Şinjan degan gapni biz qabul qilolmaymiz. Sharqiy Turkiston deyish kerak bizning oldimizga kelgan desam, uni da men bundan keyin shunday desam bo'ladi. It is just I think DVD player containing the Uyghur songs and so on and so forth. So that is a special. Qarindoshlar, endi mushu Gulshan hadimizdan savol so'raydiganlar bo'lsa, bir savol olsak, undan keyin bugun ketganlik nimizda tushdamoqdan keyin davom qilsak. Gulshan hadimizdan so'raydiganlar bo'lsa, qani mikrofonni bersak. Qaraganda men o'ng tarafim qarsam, dillarning kuchi, sol tarafim qarsam, siyosatning kuchi, Germaniyaning kuchi, shuning bilan bu kalimalarning kuchi, ikki kuchning orasida qisilib qolgandek turdi. Amaliyotda shu kalimalarimizning kuchimi ikki kuchdan texim kuchli bo'lishi kerak deb ham Şinjan kalimasining qanchalik kuch talashayotganligi haqida gap bo'ldi. O'zbekistonda mana shu savol qo'yibdi. Shukr. Neymiş Uyg'uriston va Qirg'iz nima Sharq Turkiston demaysizlar desa, biz matbuotlarda Şinjan degan kalimani jiq ko'rib ketganligimiz uchun bizning mengimizning yoshirin anqatlimizga singib ketgan. Demak, mush kalimaning kuchi monopol qilib bilish, assimilyatsiya qilib bilish. Shuning uchun bu kalimalarni qanday ishlatilganligimizni bir kuch talab qildi. Mendan savol so'raydiganlar bo'lsa, marhamat. Balkim hammamiz Uyg'ur bo'lg'achqa, hammamiz Uyg'ur kalimasining naqadar buyuk, naqadar sharafli bir so'z ekanligini bilamiz edi. Alloh razı olsun. Shuning bilan bugungi aytganligimizdagi suhbatimiz bu qadar bo'lsa qarindoshlar. Undan keyin men ma yemekxonadagi hozir yeydigan yemekimiz azroq tushuncha berib qo'ysam, undan keyin tushdan oyada inlarimiz bilet taqtidi. Bilet olib oshxonaga borsak bo'ladi. Undan keyin oshxonada faqat qarindoshlarni angliq bo'lsak,
4 tane narsa alalaymiz. Bir tanesi çorba, bir tane ana yemek, anikin bir tane güreş yoki buğday, anikin yana birisi tatlık. Yani tatlıqa içimlik alsaq bo'ldi. Anikin bir tane su alalaymiz. Bunun hech ketsa, anikin alaning uchun aldadimi yaxshi emas. Shunaqaqa angliq oldingi yil shunday yaxshi bo'ldi. Bu yilmi shu menyuda 4 tane, bir tane su elib tush tamog'imizni daxil bo'lsanglar bo'ldi. Rahmat. Anikin tushdan keyin soat 1:30 tushdan keyin soat 2da namozimizni o'qib bo'lib, agar namoz o'qiydiganlar uchun cho'ng masjidmi bor yoki bo'lmasa, mazalning yanidami yana bir masjidimiz bor. Soat 2da ko'rishaylik. Assalomu alaykum. Saat